أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد biz kitabımızdaki aldığınki 3 kısımını tüketip bugün 4. kısımını başladık. Yani kitabımızın biz çok cihetten tüketip algandık. Birisi el-adillah el-şer'iyye, el-ahkam el-şer'iyye, القواعد الأصولية اللغوية أن أخرق بينكس القواعد الأصولية التشريعية yani biz aldığınki 3. kısımda Arap tilde kullanılan kişilerin sözleri de yoki til uslublarida kullanılan bazı bir uslublarni Qur'on va hadis naslar kullangan. Biz şu uslublarni tushunish qoidalariga qarab turib, Qur'on, hadisning bir qism mazmunlarini tushunamiz. Masalan, dalolatning yo'llari desak, bu arab tilini tushunish prinsip qoidalari. Qur'on va hadismi shu arab tilida tushgan bo'lg'ach, Qur'on hadisni tushunishdimi shu xil uslublarni qo'llanamiz. Masalan, mafhum muxolifa normal tilning tushunish yo'llarining birisi, ya'ni tilning tushunish yo'llarining birisi. Ondan keyin so'zlar vodih bo'ladi, g'ayri vodih bo'ladi. Masalan, so'zlarda am bo'ladi, xos bo'ladi, mutlaq bo'ladi, muqayyad bo'ladi, mushtarak bo'ladi, haqiqat bo'ladi, majoz bo'ladi degandek bir biliq qoidalar to'g'riliq so'zlab o'tdik. Mushu qoidalar tilning asli o'zida bor qoidalar. Endi biz Qur'on, hadisda shu qoidalarning qo'llanish jarayonini kuzatib chiqarib, bu yerdan shu qoidalarni yoki shu xil uslublardan, shu xil iboralardan qanday ma'no olish, qanday tushunish, mushu haqda bir qism usuliy qoidalarni yakunlab chiqarib, kitobimizda o'qigan bo'ldik va boshqa narsalardami shu yakunlamaga asosan narsalarni tushunishga va shu xil yakunlamaga asosan narsalardan hukm olishga yuqorida o'qigan qoidalarimizninki yordam bo'ladi deb qaradik. Endi bugungi 4-qismda tildan aloqasi yo'q. Yani Qur'onning xos qoidalari, hadisning xos qoidalari, yani Qur'on, hadis dunyo jaholatga to'lgandan keyingi kelgan bir shariat bo'lish sifati bilan buning o'z oldiga bir qoidalar bo'ladi. Ba'zilari ochiq o'tirib qo'yilsa-mu, ba'zilari naslarda chachma shaklda, tarqalma shaklda, hukmlarda gavdalanma shaklda o'tirib qo'yilgan. Endi ulamolarimiz naslarni tushunish jarayonida, naslarni tadqiq qilib bahs qilish jarayonida mundaq bir yakunga to'g'ri keladi. Masalan, ba'zi naslarda şu naslarda o'tirib qo'yilgan ahkomlarninki maqsadi, nishoni ochiq o'tirib qo'yilgan bo'lsa, masalan, ba'zi naslarda ochiq o'tirib qo'yilmagan. Ammo naslarni tekshirib, uning nishonini izqoqlab kelgandan keyin nurg'un naslar bir nuqtada kesishib qoladi, ya'ni uchrashib qoladi. Dal shu nuqtani ulamolar naslarning maqasid, yani maqasid-i shari'a, maqasid-i nusus, yoki al-maqsad al-am min at-tashri' degandek bir atalg'ular bilan yoki kulliyat degan atalg'ular bilan bir xil shariatning asosiy maqsadi ro'y sifatida bir qoidalashtirgan. Masalan, bir misol, bugungi darsimizdagi ichidagi mazmundagi bir misol hamdi. Undan boshqa ikkinchi darsimizdagi ikkinchi babiga kelsak, masalan, İkinci qoidasiga, masalan, madrasninki ikinci qoidasiga kelsak, haqqullah va haqqul mukallaf dedi masalan. Yana naslarni tashrish orqali nurg'un ishlarninki oxirgi bog'lanmasninki Allohga bog'langanligi, nurg'un masalalarninki xarakteri bandalarga bog'langanligi, Allohga bog'langan, yani Allohning haqqi deb qaraladigan nurg'un masalalarda tutilgan pozitsiya, muomala bandalarga bog'langan, bandalarga ulashgan bandlik munosabatligini haqqul mukallaf yoki haqqul abd deb qaralgan bir masalalardan farqli ekanligini bayqab, ulamolar shuni bilan mushu ochqushni tutib olib turib, masalalarni haqqulloh, haqqul mukallaf deb ayirib va boshqa narsalardami, masalan, mushu nuqta surishti qilinmoqchi bo'lgan boshqa narsalardami mushu bo'yicha muomala qiladigan, masalan. Ondan keyin yana darsimizning 3-qoidasiga qarab baqsaqmi, yana bu nima desa,
Ulamolar naslani tekshirgandan keyin ba'zi naslarda masala intayin aniq, qat'iy deymiz endi buni. Hech qanday bir kalla yugatish hojatsiz. Ammo yana bir ba'zi birlik naslarda, ba'zi bir turlik o'rinlarda masala buni ijmoliy shaklda, ixcham shaklda hamda umumiy shaklda o'tirib qo'yilgan, tafsiliy o'tirib qo'yilmagan, masalan ba'zi bir hukmlarga yo'l qo'yilgan, ehtimol bor deganga yana yo'l qo'yilgan, manoqlarga kirsang bo'ladi degandek bir xil ishorat bor. Shuning bilan ulamolarimiz naslarning ichidan ijtihod qilsa bo'ladigan, ijtihod qilsa bo'lmaydigan taraflarni ayirib chiqqan. Shunga o'xshagan Qur'on, hadislarni tushunishda Qur'on hadisning o'ziga xos bir qoida, prinsip, uslublari maydonga chiqqan. Bizning bugun o'qiydiganimiz dal shu qoidalardan bir necha misol. Ya'ni al-qawaid, al-usuliyya, at-tashri'iyya. Oldingi qismda al-lug'aviyya deb o'qigandik. Bugungi qismda at-tashri'iyya. Oldingi qismning mazmunlarining hammasi tilga munosabatlik mazmunlar. Balkim nahviy o'qisak ustozlarimizning og'zidan anglashimiz mumkin, usul o'qimasaqmi? Usul fiqh darsida emas, nahviy darsimizda oldingi qismda so'zlangan mazmunlarni anglab qolamiz. Balog'at darsida anglab qolamiz. Masalan, adabiyot darslarida anglab qolamiz. Chunki u til qoidalari. Hatto til qoidalari oldingi darsda so'zlangan 7 turli qoidadan ko'p, masalan, faqat misol sifatida so'zlandi. Ham undan kengroq boshqa o'rinlarda. Ama bizga shuni demakchiki, usul fiqhni mukammal o'rganmoqchi bo'lgan odam shu til qoidalarini mukammal bilish kerak. Bu 7 turliklam qoida emas, boshqa butun til qoidalarini. Bulubmu arab tilining qoidalari, mayli nahviy sifatida o'tirib chiqqan yoki balog'at sifatida o'tirib chiqqan bo'lsin, shu naslarni asos qilib turib, diniy ulamolar tomonidan, fuqaholar tomonidan, diniy olimlarga tava, dinga tava, tilshunoslar tomonidan tadqiq qilingan bo'lgan bütün yakunlangan qoidalarning hammasi naslarni tushunishga yordam beradi. Oldingi qismimizda 7 turli qoida qo'ygan bilan amaliyotda bizning talab qilinadigan usul fiqh uchun nahviy bütün qoidalari. 7 turli qoida simol shakldagi usul fiqh munosabatlik tarafi eng keng taraflari, masalan, unda boshqa qoidalar bor. Endi bugungi qoida bu diniy naslarni, diniy ahkamlarni yakunlama qoida. Bu til qoidalari emas. Bu qoidalarni shu sahobalar vaqtidan tortib bugunga qadar faqih usuliy ulamolarimiz yakunlab chiqqan qoidalar. Bu qoidalarni qanaqdir bizning shu 4-qismda so'zlangan bir necha qoidadan so'ng 4 yoki 5 qoidalar shakllanib qolmaydi, ko'p. Ammo biz shu munosabatli bo'lgan, muhim deb qaralgan yoki hozirgi saviyamizga mos deb qaraydigan bir necha turli qoidani so'zlaymiz. Men masalan shu peti tushunib olsanglar bo'ladi saboqdoshlar. Oldingi darsning qoidalari tildan yakunlangan qoidalar, bugungi darsning qoidalari, ya'ni 4-qismdagi 4-5 qoidaning hammasi ahkomlar, nususlarni yakunlashdan, yoki shu ahkom nususlardan aniq chiqarilgan qoidalar. Qoidalar bu 4 yoki 5 qoidalarlam shakllanib qolmaydi. Bunda boshqa qoida bor. O'zliksiz yakunlash kerak. Ama mesela şu 4-qismdagi 4-5 qoida bizga nisbatan şu sohaning, şu yo'lning ishkini ochib beradi. Biz 4-5 qoidaga tayinib turib, qolgan qoidalarni balkim o'qish hayotimizda, o'rganish hayotimizda o'zimiz yakunlay olishimiz mumkin. Yoki boshqa kitoblardan uchurtimiz. Har holda qalbimizda shu ang bo'lsa bo'ladi. Ya'ni naslarni tushunishda shu xil qoidalarga tayinimiz. Sebep çünkü nesni en yaxshi tushunadigan zamondagi ulamolar o'zining tushunchasiga asosan o'sha qoidalarni bizga tuzib bergan. Menda menga sen yo'lda deb bergan. Qanaqdirlikqa bunda deganlik nesni qoidaga bo'ysundirganlik emas, balki nesni o'z vaqtidagi salaf solihlar tushungan tushunchalardan olgan yig'inda bir xulosa. Biz shu xulosadan foydalanib, andagi naslarni tushunishda yo'limizni davom qilamiz. Xuddalika mengib bakmagan bir xatarlik yo'lda birinchi qatim mangallar o'zining tajribasiga asosan yo'l xaritasini bizga sizib bergandeklam gap. Amaliyotda yo'l xaritiga bo'ysunmaydi, lekin xarita yo'lga qarab siziladi. Shu tufaylidan qo'limizga xarita olib mangsak xatolashmaymiz, tabiiy. Birinchi avloddagilar bespoga yo'lni xarita qilib qoldi. Ikkinchi avloddagilar shu xaritaga qarab shular yetgan yerga yetib,
davomlashtirib yana to'liqlab qoldirdi. 3-avlodkilarmi shu endi navbat bizga kelgan vaqtida bizim shularning xaritasidan foydalanib, ular besib bo'lgan yo'lni tezroq bosamiz, ammo ular bosmagan yo'lni mukammallashtirishimiz kerak. Har vaqt bu xil qoida yo'li, qoida ishga taqoqliq emas. Bu Allohning fazli xalq odam ko'rdi. Allah sana o'zining fazlidan ato qilib, naslarni tushunishda bir yo'l berib o'tgan bo'lsa, bir iqtidor malaka berib o'tgan bo'lsa, shu iqtidoringga tayinib naslarni tushunsang, shar'iy had-hududlardan chiqib ketmagan asosda. Andagi shu tushunjangning qoida prinsiplarini qoidalashtirib ep qo'ysang, burunqilarning qoida prinsiplariga nisbatan to'liqlanadi. Bugungi darsimiz shu xildagi qoidalar. Andos bugungi darsimizning qoidalari kelayli. Avval Abdur darsni boshlashdan ilgari bir boshlama mazmunlar bilan boshladi. Biz shu avval shu Abdurningki dastlabki bergan kitob shu hozir o'qimoqchi bo'lgan 4-qism, 4-qismning 1-qoidasida qisqa xulosasini anglab o'taylik. Undan keyin darsning mazmuniga o'tamiz. Al-qism ar-rabi' في القواعد الأصولية التشريعية. هذه القواعد التشريعية استمدها علماء أصول الفقه الإسلامي من استقراء الأحكام الشرعية ومن استقراء عللها وحكمها التشريعية ومن النصوص التي قررت مبادئ تشريعية عامة وأصولا تشريعية كلية وكما تجب مراعاتها في استنباط الأحكام من النصوص تجب مراعاتها في استنباط الأحكام فيما لا نص فيه ليكون التشريع محققا ما قصد به موصلا إلى تحقيق مصالح الناس والعدل بينهم. Endi biz o'qimoqchi bo'lgan qoidalarni bayatni sizlarga azroq tushuntirish bergan mushu qoidalar demoqchi bo'lib xulosalab buni da'vat etib turibdi. Mushu qoidalar deydi. Mushu qoida biz o'qimoqchi bo'lgan qoidalarni İslam fiqhi usul ulemalari shar'iy ahkamlarni tashrib yakunlashdan, ahkamlarning illatlarini va qonun tashri'iy hikmatlarini yakunlashdan, umumiy tashri' va kulliy bo'lgan qonuniy prinsiplarni muqarrarlashtirgan naslardan suzib olgan. Doğanda oldingi qoidalar men bayatdim degandek tildan yakunlanib olingan. Qoidalar xulosasiga vaqtimizda naslardan, ahkamlardan. Nas deganimiz oyat hadisni ko'rsatdi. Naslardan va ahkamlardan xulosalab olingan. Ikkisining farqi shu. Til qoidalari, ma'o nas qoidalari. Bu qoidalarga naslardan ahkamlarni yakunlashda rioya qilish vojib bo'lganidek nas yo'q urullardagi ahkamni yakunlashda rioya qilish vojib. Chunki naslardan ilingan bo'g'achqa cho'qim bu xil qoidalarning prinsip jihatdagi ruhiy yoki maqsadi nas yo'q urullarga nima qiladi? To'g'ri keladi. Nima ish qilsa tashri' qonun yo'lga qo'yish, ahkam yo'lga qo'yish shuningdan maqsad qilgan narsani ro'yobga chiqara oladigan va kishilarning manfaatini amalga oshirishga yetkaza oladigan ularning o'tirisidagi adl adolatga yetkazilaydigan bo'ladi. Mana shu vaqtda masalan bizlar o'zimizning bir insoniy nuqtada turib o'ylasak, men davomli masalalarga bir xil qarasam, qarshim yo'q. Masalan, qarshimni ifodamni bildirgan masalalarga cho'qim shu xil qarshim ehtimalim intayiroq, yaqin. Masalan, men davomli o'zim fikrimni o'tirib qo'ygan bir bilik masalalar bor. Hammasida mening qarshim bir xil uslubda, bir xil maqsadda ketyapti endi. Qarshimni o'tirib qo'ymagan bir bilik masalalarda boshqalar mening fikrimni bilmoqchi bo'lsa, o'y fikrimni bilmoqchi bo'lsa, boshqa masalalarga mashta qaraydi. Men masalaga cho'qim shunda qaraydi degandek gap. Amaliyotda bu Allohningki nurg'un masalalarda nassiz, dalilsiz bizga qo'p berishning sababi Alloh o'limalarımizga, mujtahidlarimizga keng yo'l bergan tarafi. Bir bilik masalalarni aniq o'zininki naslari bilan o'tirib qo'yib, ifodalab, ahkamlarni bayon qilib keltirib bo'lgandan keyin yana bir bilik masalalarni nassiz, ahkamsiz qo'yib qo'ydi. Buna qilishi o'tirib qo'ygan masalalarga qarab turib, masalalarni tepib ol. Bu kengchilik amaliyotda. Demak, yuqorida bizlarga so'zlagan mazmunga binoan biz o'qimoqchi bo'lgan qoidalarni amaliy nasva urullarda ishlatib,
şu yerden ahkamlarni elishqa, shularni tushunishda qo'llanish kerak bo'lganidek nasiya qurilladimi? Mushu qoidalardan foydalanib qana qilsak bo'ladi. Ahkamlarni olsak, hukmlarni chiqarsak bo'ladi. Endi shu qoidalarning ichidan birinchi qoida al-maqsadul am min at-tashri', ya'ni shariatningki ruhi, shariatning maqsadi. Hammamizga ayon sizlar bizning odatda hayotimizda shug'ullangan ishlarimizda bir maqsadimiz bo'ladi, bir nishonimiz bo'ladi. Shu maqsadimizni oshish uchun animo mushu maqsadimiz uchun xizmat qildiramiz. Manimo mushu maqsadimiz uchun xizmat qildiramiz. So'zlasak mushu maqsadda, maqsak mushu maqsadda, kulsak, masala bir maqsad bo'ladi. Bir nishon bo'ladi. Masalan, qanday aytgandanki, bir tariqa ular hakim bo'lgan Xalq subhanahu va taolaninki shariatni zamonga tushirib, kishilar orasida umumlashtirib, o'zining kalimasini buyuk qilishning bir maqsadi bor. Amalga oshirmoqchi bo'lgan bularmi? Ahkam nuqtasida aytgan vaqtida ahkamlar asosan bandalarninki, musulmonlarninki turmushiga, amaliy hayotiga munosabatga o'xshashgan shu nuqtada bir maqsadi bor. Qur'onda, hadisda nurg'un maqsadlar oshkor o'tirib qo'yilgan. La'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun. Masalan, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Masalan, maqsadlar oshkor o'tirib qo'yilgan. Ammo nurg'un ahkamlarda maqsadlar o'tirib qo'yilmagan. O'tirib qo'yilgan butun narsalarni, maqsadlar o'tirib oshkor o'tirib qo'yilgan narsalarni tekshirib kelsak, maqsadlari oshkor o'tirib qo'yilmagan narsalarni tekshirib, yakunlab, aniqlab kelgan vaqtimizda ma'lum nuqtalarda kesishib qoladi bu. Ya'ni kesishib qoladi deganimiz uchrashib qoladi. Maqsadi bir chiqib qoladi. Biz ham mushu nuqtalardan ma'lum bir shariatning maqosidlarini yakunlab chiqamiz. Shariatning asli maqsadi nima ekan? Shariat ma masalani manda bitirab qilishda, manda maqsadda. Ma masalani manda bitirab qilishda, manda maqsadda. Tamam. Bir muncha maqosidlar, shariatning maqsadlari har bir masaladagi masalan o'tirg'i chiqdi. Buni yakunladik. Buni prinsip qilib bekitdik. Endi faqat maqsadni topolmagan bir taraflar yoki bo'lmasa mushu maqsad, maqosid doirasiga kiradigan boshqa narsalarga munosabatlik narsalarni tushunishda masalalarninki ko'p xil ehtimol bo'lib qoldi. Masalan, bir narsani tushunishda oy yo'lg'imamizmi, ma yo'lg'imi? Ma yo'lg'imi degan vaqtida hammasiga ehtimollar qilindi. Biz shariatning maqosiga qarab turib, asli shariatning maqsadi ma edi. Biz hozir ehtimol kelib qolgan ma narsaning 3 xil tushunchasining ma'u shariatning shu maqsadiga uyg'un. Unda o'zi ma'nosimiz deb maqosidga tayinib turib, an narsaning mazmunini qana qilamiz, olamiz. Mana bu shariatning asosiy maqosidning yakunlanishi va shakllangan shu maqosidga qarab turib narsalarni tushunish. Shu bugungi darsimizdagi asosiy maqsad shu. Asosiy mazmun shu. Shariatning umumiy maqsadi. Albatta, endi maqsadlar kishilarning manfaatiga bog'lanmaslik nuqtasi turib bir necha darajaga bo'linadi. Hammasi o'xshash emas, butun maqsadlar o'xshash emas. Ba'zi maqsadlar zarur shaklda o'tirib qo'yilgan bo'lsa, ba'zi shaklda ehtiyoj, ya'ni hojat degan nomli bilan, hojiyat degan nomli bilan, ba'zilar to'liqlama, ya'ni kamaliyat, tahsinat degan nomlar bilan darajaga ayriladi. Shu daraja bo'yicha narsalarni bahs qilamiz va shu daraja bo'yicha narsalarda rioya qilib mazmun olamiz, shu daraja bo'yicha hukm chiqaramiz. Noz kelayli. Avtor kitobning birinchi qoidasini al-maqsadul am min at-tashri' deb boshladi va biz ko'nginimizdek mushu darsimizdagi bütün mazmunlarni katakcha ichiga qizil rang bilan bir xulosalab berdi. Biz mush nuqtalarni tushunsak, keyindagi mazmunlarning asosan hammasi degandek misol xarakterli mazmunlar u yerda tizmag'amiz. Avtor davotida shari'ninki o'zining ahkamlarini yo'lga qo'yishlardagi umumiy maqsadi bor, yakunlama. U o'simi kishilarninki manfaatini kapolatga qilish. Tahqiq masalihni, sen kishilarning manfaatini ro'yib qilish. Manfaat darajasiga ayrilib turib, zarur yoki ehtiyojli yoki bo'lmasa to'liq shakldagi manfaatlar bor. Shu avtorda aytadi, kishilarning zaruriyatlariga kepillik qilish
yoki va ularning ehtiyoj, hojat degan ehtiyoj va ularning to'liq limlarini to'liqlash orqali ishlarning manfaatini amalga oshirish deyiladi. Ammo yerdagi darurat, hojiyat, tahsinat deganlar atalg'uamni tarjima qilib qo'ydi, masalan, zurratlar degan zarur, ammo bu haqda asal boshqacharoq izohat berilsa bo'ladi bunga. Hojat degan bunday narsa, darurat degan bunday narsa, tahsinat degan bunday narsa. Fa kullu hukmin shar'iyyin ma qusda bihi illa wahid min hadhihi thalatha. Har qanday bir shar'iy hukm bo'ladigan cho'qim buningdan mushu kishilarning manfaati shundan shakllanadigan uchning birisi maqsad qilindi. Ya xalqning daruriyatlari, ya hojiyatlari, yoki uchning birining ichiga kirmaydigan har qanday hukm yo'q. Biz butun ahkomlarni tashkilashdan bu uch narsani qizib chiqdik. Kishilarning zaruriyatlari, yoki hojiyatlari, yoki mustahsinatlari. Mush uchning birisi ekan. Butun narsalarni qizib chiqarib, mushuni topdik biz uchning biridan. Ana bularning darajasi biz bayatni degan bo'yicha bo'ladi. Daruriyat birinchi, hojiyat ikkinchi, tahsinat uchinchi. Cho'qim kelgusi uchun oldi rioya qilinish kerak. O'tuganda ikkinchisiga o'tug. Masalan, olganda birinchi muhimi daruriyat. Shunga turib o'tadi. Va la yura'a tahsin. Har qanday bir tahsini, ya'ni tahsiniyatning birisi uning rioya qilishda hojiga ixlol bo'lib qolsa degani biz tahsinatni rioya qilamiz deb, tahsinatni rioya qilamiz deb hojiyatga ta'sir ko'rsatib qolsak rioya qilinmaydi. Vaqtida qo'yib qo'ymaymiz. Ya'ni hojiyat bilan tahsinat ikkisi chiqib qolgan vaqtda nimani tashlaymiz? Tahsinat. Chunki darajasi tuvan. Har qanday bir hojiy yoki tahsini bu ikkisini birga rioya qilishda daruriy xalal yetishib qolsa degani bir hojiyatdan birini ado qilamiz, tahsinatdan birini ado qilamiz deb zaruratdan birini buzib qo'ydigan bo'lib qolsa, biz uni rioya qilmaymiz. Ya'ni u rioya qilinmaydi. Andoz kelaylik qani. Abdur endi mushu to'liqlamin deb bo'lgandan qolganda hammasi misol shakllik, izohlamin shakllik tushunchalarni bir vatadi. Birinchi qoida shar'iy ahkomlarni o'qishdan shariatning umum maqsadini bayon qilib berdi. Mayli u ahkomlar taklifiy ahkomlar bo'lsin va shularning maqosid e'tibori bilan ahkomlarning martabalarini bayon qilib berdi. Endi shariatningki ahkomlarni yo'l qo'yishdan umum maqsadini bilish, shu shariatning naslarini haqiqiy ravishda tushunish va uni amaliyotga tatbiqlash va nas yo'q o'rinda hukm chiqarishga yordam beriladigan yoki yordam qilinadigan yoki foydalanadigan, tushunishga yordam qilinadigan eng muhim ishlarni maqsadini tushungandan keyin biz nurg'un ishlarni betaraf qila olamiz. Chunki ma'nilarga alfaz iboratlarning dalolat qilishi, alfaz iboratlarning ma'nilarga dalolat qilishi ba'zida bir qancha xil ehtimol. Dedik-ku, bir narsa gap qoldi, amana, ma'na. Masalan, salatata quruq desak, quruqdan biz oldin qatam ikki xil ma'no olib qoldik masalan. Birisi salatata hayzat masalan. Athar. Ya 3 hayz yoki 3 to'hri. Hanafilar qanday talab desa, maqosid shariaga berib turib talaq qilingan ayolning iddat tutishining asosiy hikmati, maqsadi uning homildor yoki homildor emas ekanligini aniq ayirish. Ayol kishining homildor emasligi hayz ko'rish, ko'maslik bilan belgilanadi. Hayz ko'rdi, homildor emas. Hayz ko'rmadi, homildor. Shariatning maqsadiga ikki xil ma'noninki, salatata Qur'onninki hayzga ma'nosi uyg'un kelgan bo'lg'achqa ma'no tanladi. Masalan, shunga o'xshagan gap. Ya'ni, chunki alfaz iboratlarning ma'nolariga bo'lgan dalolati bir qancha xil yo'llarga ehtimol qiladi degan gap, har xil ma'no chiqish ehtimoli bor. Mushu yo'llarning birini tarjih qiladigan vosita u o'simi shariatning maqsadiga to'xtash. Huquq faala degani xabar tepish. Shuni bilish. Bu bir sabab. Ikkinchidan, ba'zi narsalarning zohirisi o'zaro zid kelib qoldigandek qatataara degan qat gap qolsa ehtimolli buna qarasa qarmoq qilam oyatga ziddak. Endi dal mushu zidlikni ko'tarib ularning o'tirini moslashtiradigan yoki uning birini tarjih qiladigan ish dal shariatning maqsadini bilish. Al-vuquf ala maqsadi shariat. Shariatning maqsadini bilish. Maqsadni bilgan vaqtda mavzu deb tanlag'il bo'ldi. Va yana chunki, men uchinchi tushunkamdi. Va yana chunki yuz beradigan voqealiklarning ko'pinchisini naslarning iboratlari o'z ichiga olmaydi. Ammo bilasizlar, kunda yangiliklar yuz berib turadi. Nas har bir ishni bizzat juz'iy shaklda o'ziga olib bo'lmaydi. Bu mumkin emas.
ve aşının ahkamını, şer'i delillerden her qandaq bir delillen bilişke ihtiyaç buludu. Temassul haca degeni ihtiyaç buldu hem de işte zurub kaldı. Qana qilamiz narsa yo'q. Dal mushu delil qilishda bizni yetaklaydigan yetakchi yana shar'ning asli maqsadi ma'lum. Ondan. Masalan deyli, zakat babida 40 qo'yga bir qo'y dedi. Fitr sadaqati babida bir sa xurmo dedi. Ulamolarimiz maqosid shariyaga berib turib, Allah'ın 40 qo'yga bir qo'ydan zakatni belgileşi, fitr sadaqatida bir sa xurmoni yoki bir sa apa bir sa özüm degandek narsalarni boshqalarga birishni bizga vojib qilishning sababi maqsadi kambag'allarningki ehtiyojini qamdash. Kambag'allarning ehtiyoji bu xil narsalar bilan qamdalgandek pul orqali qamdaladi. Unda olganda 40 qo'ydan bir qo'yni zakatga ayırsangmi bo'ladi, bir sa xurmoni bersangmi bo'ladi, bir sa buğdayni bersangmi bo'ladi, yoki pulusni bersangmi bo'ladi. Yoki pulusni bersangmi bo'ladi. Chunki pul ehtiyojini qamdira oladi. Mana bu ahkamlardan maqal shariyaga qarab turib, ba'zi hukmlarni yoki ba'zi ta'vilatni olgan hukm masalan. Bu bir misol. Şunlaşqa hozirgi hukumatlarda deydi, hozirgi bunda abturumda o'zining atrofidagi ahvollarni tutib tushuntiryapti bizga. Qonun icra kişileri, rijalus saltatı teşri'iye degeni kanuni organlar, kanun hukuk organları umumyüzlük kanunun yol qo'yilishidan maqsadni bayon qiladigan izohlama xotirlarni qoldirishga ko'ngil bildigini, bir normal qonun bo'lib qolsa, qonunning izohlama sifatidagi bir izohati bo'ladi. Bu izohat nima uchun desa, qonunning maqsadini bayon qiladi-da. Bu izohlama muzakkarat tafsiriya Aşı qonun moddalaridan har moddadagi xos maqsadni bayon qiladi. Manda qonun yo'l qo'yish maqsadi shu maqsadga qarab turib ijro qiladigan gap deydi masalan Abdur tushuntirib. Mushu izohlama, tafsir, muzokara, xotir yoki izohlama, izohat va barliq buhus, tadqiqotlar va qonun hozirlash, yo'lga qo'yish jarayonida beriladigan barliq munozirlarning hammasi maqsad nima desa, sotçularning, rijalul qadoning sotçularningki qonunni tushunish, qonunni naslar bilan ruhiy maqsadlar bilan tatbiqlashga yordam berish narsa emas. Maqsad shu da. Am bu tuptosun. Endi dal shariat kilaydi. Naslarga kelsak, naslardan maqsadni tushunish, Allohning maqsadini tushunish, dinning zodi mushuni yo'l qo'yishdagi maqsadi nima ma'nosini tushunish, nurg'un naslarni, nurg'un ahkomlarni tushunishga, hatto nas yo'q urullardan ahkam hazırlaşqa bizga yo'l hazırlab beraydi. Shuningdek, tashri'i, ya'ni qonuniy ahkamlar o'zining to'g'ri yo'li bilan tushunilishi qanday chaqda bo'ladi desa, faqat va faqat ahkamlarni yo'l qo'yishdan shariatning umum maqsadini bilingan vaqtida va Qur'on ahkamlari uning jihatidan tushgan juz'iy voqeliklar tunilgan vaqtida yoki qavli amaliy bo'lgan sunnatlar kelgan vaqtida ondan keyin tushuniladi. Cho'qim bir ahkomni to'g'ri tushunish uchun ya uning maqsadini tushunish kerak. Yoki shu voqelik tushgan amaliy juz'iy haliqa o'z vaqtidagi voqelikni shuni tushunsak, yoki bo'lmasa Payg'ambar alayhisolamninki amaliy yoki ig'zoqlik izohlagan makiga vaqt asli ma hukm manda maqsad ekanda asli yoki ma hukmning asli mazmuni ma ekanda deb shu vaqtda tushuna olamiz. Dal shu tushunchalarni bizning kallamizga akiladigan bir vosita, u o'simi shariatning umum maqsadi. Bugungi darsimizning birinchi qoidasi dal shu. Shariatning umum maqsadi. Demak, xulosalasak, shariatningki tashri'ni yo'l qo'yishning umum maqsadi dal birinchi usul qoidasidagi bayon qilg'uchi shu. Ammo ahkamlar yo'l qo'yilgan juz'iy voqealarga kelsak, bu tafsir kitoblarida bayon qilingan avval mubayyan degani bugun dars bayon qilindigani shu. Ammo ular tafsir kitoblarida, asbabun nuzul kitoblarida, hadis kitoblarida bayon qilingan bu yerni so'zlamaymiz. Biz bu yerda so'zlaydigan val mubayyan degani mushad so'zlanadigan, bizning birinchi usul qoidamizda bayon qilindigani umumiy maqsad. Ma'ni so'zlaymiz. Kelaylarda bo'lsa, maqoidni bir xulosalaylik. Maqoidning mantuqi manda. Shariatning ahkomlarini yo'l qo'yishdan umumiy maqsad bo'lsa, kishilarning mushu hayotdagi manfaatini ro'yobga chiqarish. Kishilarning manfaati degan gap ya ularga bir foydani olib kelish, yoki ulardan ziyonni daf qilish. Ikki xil manfaat bo'ladi. Manfaat ikki xil narsani o'z ichiga oladi. Ya foydani kelish yoki ziyonni daf qilish. Chunki kishilarning bu hayotdagi manfaati ya ularga zarur bo'lgan ishlardan shakllanadi.
va ularga ehtiyojli bo'lgan ishlardan va ularga tahsini bunda to'liqlama, mukammallashtirish bo'lgan ishlardan shakllanadi. Endi ularning kishilarning zaruriyatlari to'liqlansa, hojiyatlari to'liqlansa, tahsinatlari to'liqlansa, ularning manfaati ro'yobga chiqqan bo'ladi. Mening zarur ehtiyojim qamdalsa, yani hayotim kafolatga ega bo'lsa, yashay olasan. Ehtiyojlarim qamdalsa, ondan keyin hayot deganda ancha-muncha ziynat bo'ladi. Obdaroq yashay olsa, masalan, mening ehtiyojim qamdalgan bo'ladi, masalan. Islomiy shariy inson ishlarining turli boblarida dal zaruriyatlarninki, hojiyatlarninki, tahsinatlarning, mayli shaxslar olsun, jamoat olsun, zaruriyat, hojiyat, tahsinatlarning asosiy qismini, ummahat degan asosiy qismini ro'yobga chiqarish uchun nurg'un ahkomlarni yo'l qo'ydi. Shariat, ya'ni shariy biror zaruriyatnimi, biror hojiyatnimi, biror tahsinatnimi shuni ro'yobga chiqarish, shuni saqlash uchun bir hukmdan birini yo'l qo'ymasdan qoldirib sal qarmadi. Ma ahmala degani sal qarab tashlab qo'ymadi. Va yoki har qanday bir hukmni yo'l qo'ysa, cho'qim shu 3 dona ishning birini saqlash va maydonga keltirish uchun qildi. Yo'q bo'lsa maydonga keltirish, bo'lsa saqlash uchun. Demak, xulosalasak, shariy har qanday bir hukmni yo'l qo'ygan bo'lsa, cho'qim kishilarning manfaatini ro'yobga chiqarish uchun yo'l qo'ydi. Har qanday bir maslahani, kishilarning ahvoli taqozo qilgan maslahani uningga bir hukmni yo'l qo'ymasdan tashlab qo'ymadi. Demak, umumiy ahkomlarni tashrigan vaqtda shariatning maqsadi zodi nima bo'lsa, kishilarning manfaati. Darajalari bilan, ya'ni zaruriyatlari, hojiyatlari, tahsinatlari bilan bo'lgan kishilarning manfaati. Mushu nuqtaga faqat sal qarmadi shariat. Andoz dalilingiz nimaki? Kishilarning manfaati o'tib ketmaydi desa, bu istiqro masalan. Deyli. Ammo kishilarning manfaati ushdan o'tib ketmaydiganligiga pokitga kelsak, bu amaliy his va mushahada, amaliy reallik shu. Atrofimizga qarasak, o'qiladigan narsa shu. Chunki har qanday shaxs yoki har qanday mujtamaning maslahasi, manfaati zarur ishlardan, hoji ishlardan, ehtiyojli ishlardan va mukammallashtirilgan ishlardan tarkib topadi. Masalan, daruriy desak, insonning yashashi uchun, turalg'usi uchun uni quyoshning issiqligidan saqlaydigan, sovuqning sovuqidan saqlaydigan bir ma'va, panogohdan birisi, bu bir zaruriyat. Gerçi tağdaki bir öngürdek olsun, işqi bir urun kerak. Mana bu zaruriy. Bir odamninki bir saqlanadigan yerining bo'lishi zaruriy. Mushu zaruriyat tufaylidan qanday vaqt qo'llansa, normal vaqtlardan uning turalg'isi hal qilinishi kerak. Haji desek masalan, bu maskan deydi, bu uy. Buningda turish qolay bo'ladigan uy bo'lishi kerak. Ya'ni masalan, uningki etiladigan darajalari, taqiladigan darajalari hech qarab turib. Masalan, bir misol endi bu. Tahsini desek, bu uy go'zallashtirilib, ichiga uy saymanlari elinib, yu'affaf degan uy saymanlari. Buningda rahat vositib to'liq qilinish kerak masalan. Demak, bir odamning uyi bo'lsa, uyi normal odamning ehtiyojini chiqadigan bo'lsa va uyda bunda rahat shakl, huzur shakllangan bo'lsa, fa iza tawafara lahu zalik, insonga shu to'liqlangan vaqtida insonning to'ralg'idagi maslahasi amalga chiqqan bo'ladi. Dinning maqsadi shu. İnsanın mushunga o'xshash insonning tamoqimi shu, kiyim-kechigimi shu, hayot ahvollari, butun ahvollarimiz shu. Ya'ni insonning shu ishlardagi maslahasi, shu 3 turli ishning shu insonga to'liq bo'lishi bilan andin keyin amillashidir. Ya'ni zaruriyati, hojiyati, aniga nimasi tahsinati. Jamiyatmi kishiga o'xshash. Jamiyatning shaxslari uchun ularning zaruriyatlarini saqlab paydo qiladigan, hojiyatlarini, tahsinatlarini saqlab paydo qilishga kepillik qiladigan ishlar to'liqlangan vaqtida shu jamiyatning masaliha kepillik qiladigan ish ro'yobga chiqqan bo'ladi. Jamiyat shaxsi o'xshash bu jihatda. Demak, amaliyat qarab baqsak, buni hech kim inkor qilolmaydigan bir haqiqat. Ammo endi islomdagi har hukm mushu 3 ishning birini paydo qilish yoki saqlash uchun yo'l qo'yildi degan gapingizga paket nima bo'lsa, buning paket huwa u olsunmi? Shar'iy bo'lgan kulli va juz'iy ahkomlarni xilma-xil voqealik, xilma-xil bablardagi tekshirib yakunlash. Va shariy nurg'un ahkomlarni juplab keltirgan tashri'iy illat va hikmatlarni yakunlash. Hukmlarni bir-birlab qarab chiqib. Men dedim-ku,
nurg'un hukmlarning sabab maqsadlari birga o'tirib qo'yilgan qishida. Ba'zi istisno shaklda e'londa qanday bo'lsa ahkamlarni va ahkamlarning illat hikmatlarini, maqsadlarini aniqlab chiqqan vaqtimizda hamma hikmatlar kelib, hamma maqsadlar kelib, hamma ahkamlar kelib, uch nuqtaga kelib uchrashib qoldi. Hammaning maqsadi yo daruriyatni qo'g'dash, yo hojiyatni qo'g'dash, yo tahsinatni qo'g'dash, yoki paydo qilish yo'qib qolsa. Mushu nuqtaga ittifoq keldi. Biz endi mushu istiqroatdan misollarni ko'rsatishdan ilgari zaruriyat degan nima, hojiyat degan nima, tahsinat degan nima, bundan murodni bayon qilaylik. Avval ma'nodan kelaylik. Daruriyat degan nima desa, kishilarning hayoti shu asosda turadigan. Ma taqumu alayhi hayatun nas degan kishilarning hayoti shu asosda turadigan. Ularning manfaatiningki normal bo'lishun shu bo'lmasa olmaydi, labudda minhu degan gap shu bo'lmasa olmaydigan. Agar bu yo'qolib ketib qolsa, ularning hayot tuzilmasi buziladigan, ularning manfaati to'g'rilmay qoladigan, ularning ichida qalaymuqanchilik umumlashadigan, mafasid buzilishlik umumlashadigan ishlar, ya'ni shu bo'lmay qolsa jamiyat qattiq buzilib ketadigan, hayot normal ma'nolmaydigan ishlar zaruriy bo'ladi. Bo'lmay qolsa, necha odam to'nlab qolishi mumkin, necha odam issiq o'tib kelib qolishi mumkin. Masalan, mushu ma'no bilan kishilarning zaruriy ishlari degan nima desa, 5 narsani saqlashga berib taqishadi. Zaruriyat 5 narsaga. U bo'lsa din olmagan jamiyatni kuryapmiz. İkincisi can kafaleti. Üçüncüsü akıl. Dördüncüsü ard, izzat, obro'y. Beşincisi mal, iqtisod. Bu 5 narsa kishilarning zaruriyati hisoblanadi. Mushlarning har birini saqlash kishilarning zaruriy, kishilar uchun zarurdir masalan. Ammo hoji degan nima bo'lsa, hoji degan kishilar uningga qolaylashtirish, kengirchilik bo'lish uchun ehtiyojli bo'ladigan. Taklifninki mashaqqatini ko'tarish, hayotning jafolarini ko'tarish uchun ehtiyojli bo'ladigan. Bu yo'qolib ketib qolsa, ularning hayot tuzilmasi buzilmaydi. Savzo qalaymuqanchilik umumlashmaydi, zarur yo'qolib ketsa umumlashgandek. Lekin har holda ularga haraj, doyiq qanday qiladi, yetib qoladi. Masalan, bir uyning bo'lishi bir odamga zarur. Chunki uy olmay qolsa, u odam issiqda qilib, issiq o'tib o'lib ketishi yoki suvoq qilib to'nlab o'lib ketishi mumkin. Lekin uy o'pti 3-chi, 4-chi, 5-chi qavatda ekan, uyda masalan turib yo'q ekan, masalan, suni davomli pastdan chiqargan, yiroq yerdan. Bu bir haraj endi masalan. Buningda o'lib ketmaydi inson, lekin qattiq jafo tortib, turmush holda huzur olmaydi uningki. Mana masalan hoji ish deymiz. Hoji ishlar mushu ma'nolanki kishilarning hoji ishlari ulardan harajni ko'tarish, ularga taxfiflashtirish, taklifat mashaqqatlarini ko'tarilish uchun, ularga muomala yo'llarini, tabodul o'zaro ilm berim yo'llarini, turmush yo'llarini qo'laylashtirish uchun ularga taxfiflash qatorliq mushu ma'no qaytadi. Nurg'un qavoid fiqhiylar mushu ma'noni asos qilib turib tuzilgan. Nurg'un qavoid fiqh, mana bilasizlar, qavoid fiqhlardagi nurg'un qoidalar mushu ma'noni, mushu hojiyatni asos qilib turib, daruriyatni asos qilib turib qana qilingan, tuzilgan bo'ladi. Ammo tahsin ish degan nima desa, bu odamgarchiligini, odamiylik, adab, axloq, ishlarningki o'z prinsipi, eng to'g'ri prinsip bilan mingish taqozo qiladigan ishlar. Masalan, bular Faiza va iza fuqida yo'qolib ketib qolsa, tahsin yo'qolib ketib qolsa, kishilarning hayoti xalalga uchramaydi, daruriy ish yo'qolib ketsa xalalga uchragandek. Ularga haraj yetmaydi, hoji ish yo'qolib ketsa xalalga uchragandek. Faqat ularning hayoti normal rojih aqllarning nazarida, taqdir degan gap qarashida, sog'lom tabiatning qarashida sal g'ayriroq, mustankir g'ayriroq qoladi. Masalan, deylik, bir uy deganni ancha-muncha sirlab o'tiradi, har qanday odam. Bu normal ahvol. Masalan, sirlashning o'zi bir tahsiniy ish. Sirlash yo'qolib ketib qolsa, o'yin sirlamay o'tsa, adam o'lmaydi o ish qilib. Haraj olmaydi adamga. Lekin da qarasa, qop-qora masalan uyning ichi yoki bo'lmasa bir xil boshqacha qolib qolsa, ishqi bir xil g'ayriroq qolib qoladi endi. Bu normal ahvol emas. Mana bu tahsiniy, normal ahvol emas. Kishilarning tahsiniy ishlari mushu ma'nolar naqayda desa, go'zal axloqlarga, go'zal odatlarga, kishilarningki hayotidagi musabisi eng güzel manhajlan manhaj maqsad qilindiganda, eng yaxshi, chiroyli, go'zal deb qaraladigan ishlarning hammasi tahsiniy hisoblanadi. Tahsiniy. Masalan, kiyim-kechakka dazmol solib kirib, misolni da'vatman, dazmol solib kirish masalan. Xo'sh, endi yuqorida biz daruriyatni tushundik, hojiyatni tushundik, tahsinatni tushundik. Bizning hozir asosiy maqsad nima bo'lsa, shariatga butun ahkomlarning maqsadi shu nuqtada. Andos ko'rsatib bizga shariatdagi qaysi ahkomlar
zarurat uchun, qaysi ahkamlar hojat uchun, qaysi ahkamlar tashlashni yo'l qo'yilgan. Shariatning asosiy maqsadini uchta belgiladik. Mushuni ifodalaydigan bir misol keltirib beramiz. Abdurda aytadi: "Mallazi shara'ahul islam lil umur daruriyya lin-nas." Kishilarning darur ishlar uchun islom nimani yo'l qo'ydi desa, Abdurda aytadi. Ma'nosi biz yuqorida tushunib bo'lgancha, faqat misol. Bu bizga nisbatan ig'ir kelmaydi va biz yuqorida deb o'tgandek kishilarning daruriy ishlari 5 narsaga qaytadi: din, nafs, aql, ird, mol. Mushuning hammasini ayrim-ayrim kelish to'g'ri keladi. Islom mushu 5 narsaning har biriga bir ahkamlarni yo'l qo'ygan bo'lib, bu ahkamlar shu 5 narsaning birini paydo qilish, barliq keltirishga kepillik qiladi. Nurg'un ahkamlarni yo'l qo'ygan bo'lib, shu 5 narsalarning birini saqlash ya uni asrashga kepillik qiladi. Ishga turilan ahkamlar ishga turilan kishilarning zaruriyatlari amalga oshgani 5 turlik ish saqlanib qolgan. Masalan kelaylik, din desak, dinni saqlash uchun Alloh bizga nurg'un aqidalarni farz qilib berdi. Ma aqida, ma islom aqidasi, Alloh bor, malaikalar bor, jannat, do'zax. Mushu qullarning hammasi din uchun yo'l qo'yilgan aqida prinsiplari. Din deganimiz nurg'un aqida, ibodatlarning to'plamlari. Alloh subhanahu va taolo kishilarning Robb bilan bo'lgan aloqasi, kishilarning o'zaro ba'zi-ba'zi bo'lgan aloqasini qana qilish uchun, muntazamlashtirish uchun yo'l qo'ygan ahkam, qonunlarning to'plami masalan. Dal islom mushu dinni paydo qilish, dinni turg'izish uchun iymonni vojib qilishni. İslam uning ustiga qurilgan 5 qoida ahkamlarni olsun: shahodat la ilaha illalloh anna muhammadur rasululloh, namoz o'qish, zakot berish, Ramazon ro'za tutish, baytlarni haj qilish va boshqa aqidalarni. Unda boshqa shariy shuni yo'l qo'yish bilan orqali maqsad qilgan ibodatning asosiy prinsiplarini hammani yo'l qo'ydi. Ana dinni turg'izish, dinni qalblarda mustahkamlash qanday bo'ladi desa, dal kishilar uning bilan Allah isloh bo'ladigan ahkamlarga ergashishlar va shu ahkamlarga da'vatni vojib qilishlar va shu dinga bo'lgan da'vatni tajovuz qilishdan amin qilishlar, shu da'vatni ijro qiluvchilarga tajovuz qilishdan amin qilishlar va u yo'lda nurg'un to'salg'ularni to'salg'ulardan amin qilish orqali bo'ladi. Din, shariat mushuni amalga oshirish uchun nurg'un ahkamlarni qana qildi, yo'l qo'ygan bo'ldi. Aniki shariat mushu dinni paydo qilish uchun yo'l qo'yilgan bo'lsa, ahkamlar olib qolsa, dinni saqlash uchun desa, shariat dinni saqlash uchun, uning mavjudligiga kafolatlik qilish uchun, tajovuz qilishni himoya qilish uchun jihad ahkamlarini yo'l qo'ydi. Masalan, din da'vat yo'llarida to'salg'i bo'lib turadigan odamga qarshi turish uchun, dindan qaytirish uchun, dindor odamni fitna qiladigan odamlarga qarshi turish uchun, dindan yenib oladigan kishilarga jazolash uchun, bid'at paydo qilgan odamning jazosi uchun masalan yoki qaytib kelayli, shariat dinni saqlash, dinning mavjudligiga kafolatlik qilish, dinga tajovuz qilish, himoya qilish uchun jihad ahkamini yo'l qo'ydi. Nima uchun desa, dinga bo'lgan da'vat yo'lida to'salg'i turadigan odamga qarshi turish, dinidan qaytirish uchun, dindor odamni fitna qiladigan odamga qarshi turish uchun va dindan yanadigan odamga jazoni yo'l uqubatni yo'l qo'ydi. Bid'at paydo qilgan odamga uqubat jazoni yo'l qo'ydi. Dindan emas narsani paydo qiladigan odam yoki dinning ahkamlarini o'z o'rnidan almashtiradigan kishilarga jazoni yo'l qo'ydi va halolni harom qilib, haromni halol qiladigan rasvo mubtilarni cheklashni, bularning hammasi dinni saqlash uchun yo'l qo'yilgan hukmlar. Asosiy prinsip. Ikkinchisi kelaylik, nafsmi shu daruriyatni qatorida bo'ldi emasmi? Nafs jonni qo'g'dash uchun din nimani yo'l qo'ydi desa, islom nafsni paydo qilish uchun to'yni yo'l qo'ydi, masalan, o'zaro tug'ib nasl qoldirish uchun. Va shu turni, insoniyat turini eng mukammal, akmal wujuhul baqa degan eng mukammal shakldagi mavjudlik bilan qoldirish uchun shu o'zaro to'y qilib nasl qoldirishni yo'l qo'ydi. Bu jonni qo'g'dash, hayotga kafolatlik qilish uchun shu jannat mavjud tug'izadigan narsalarni yeyishni vojib qildi, masalan, tomoqning zarurlari, kiyim-kechak, ichimlik, turallig'i masalan. Jonga tajovuz qilgan odamga odamdan qisos elishning vojibligini, diyetning vojibligini, kafaratning vojibligini yo'l qo'ydi masalan. Jonni halokatga tashlashning haromligini yo'l qo'ydi masalan. Uningdan zararni daf qilishning vojibligini yo'l qo'ydi. Bularning hammasi jonni saqlashni yo'l qo'yilgan narsalar. Uchinchi, aqlni saqlash uchun haroqni harom qilishni yo'l qo'ydi. Har qanday masxaquvchi amallarni harom qilishni yo'l qo'ydi. Uni ichki odamga bo'lgan, ya'ni har qanday bir zaharlik olsun, zaharlik narsalarni iste'mol qilgan odamga jazoni yo'l qo'ydi masalan.
irz, izzat, obro'yni saqlash uchun zaniyaga had yo'l qo'ydi, tuhmatchilarga had yo'l qo'ydi. Masalan, pulga kelsak, zaruriyatning nechinchisi, 5-si. Islom pulga erishish, pulni kasb qilish uchun, rizq uchun sa'iy qilishning vojibligini yo'l qo'ydi. O'zaro muomalat, ilm bilim, tijorat, shirkatchilik maishlarning mubahligini yo'l qo'ydi. Masalan, endi iqtisodni saqlash, himoya qilish uchun o'g'irlikni harom qilish, o'g'irning had hududi, masalan, qo'lni kesish, aldashning haromligi, xiyonatning haromligi, kishilarning mollarini botil yo'lga yevilishning haromligi, boshqalarning malini vayron qilishning haromligi, shundaymi? Boshqalarning mollarini haqovat qadamga tulutish, 4 odamga to'nglutish, g'aflat egisi degan gap, mana o'zining pullarini xaylamaydigan odamga to'nglutish, zararni daf qilish, jazoni harom qilish, bularning hammasi iqtisodni qo'g'dashni yo'l qo'yilgan ahkomlar. Demak, yuqoridagi 5 turli ishlarga yo'l qo'ygan hukmlardan birini misol ko'rdik. Bularning hammasini ko'rib olishga bo'ladiki, dinning birinchi maqsadi kishilarning zaruriyatlarini qo'g'dash. Ya'ni 5 xil zaruriyatni o'z ichiga olgan zaruriyatlarni qo'g'dash. Din, aql, jon, aql, irq, mol. Undan boshqa zaruriyatlarni qo'g'dash, zaruriyatlarning hammani qo'g'dash uchun, ya'ni qo'g'dashga saqlab qolish kefillik qildi. Nima orqali desa, butun mahsulotlarni zaruriyat to'g'risida kelib qolganini muboh qilish orqali. Bunda bir qoida bor, hammanglar bilasizlar. Ad-darurat tubihul mahsud. Hatto harom narsalarni mushu 5 xil zaruratni oldiga kelgan vaqtda halol bo'lsin deydi. Jonni saqlab qolish uchun harom go'shtlar olib qolsin, harom yemekliklar olib qolsin, harom ichimliklar olsin, ichishqi bo'ladi. Ularning hammasi nima desa, zaruriyatni qo'g'dashni yo'l qo'yilgan hukmlar, ruxsatlar. Yuqoridagi ahvollardan va min hada, yuqoridagi ahvollardan shu oydinlashdiki, shu oshkor bo'ldiki, islom ibodat, muomalat, uqubatlarning xilma-xil bablarida bir-birlik ahkomlarni yo'l qo'ygan bo'lib, bu ahkomlar kishilarga zarur bo'lgan narsalarga kifillik qilishni maqsad qiladi. Yo uni maydonga chiqish bilan, yo saqlash yoki himoya qilish bilan. Yo'q bo'lsa maydonga chiqish, ijod. Bo'p qolsa saqlab himoya qilish. Masalan, mushu maqsadni, nerdan topdinglar bu gapni desa, mushu maqsadga, shu maqsadni mushu ahkomlarning ba'zisini ki juplagan illat va tashri'iy hikmatlar bilan mushu maqsadga deydi, mushu maqsadga. Shari shu maqsadni ba'zi ahkomlarga illat hikmatni iborat juplab qo'ygan ba'zi mazmunlar bilan dalolat qildiki, masalan, jihadni vojib qilishda oxirisi nima dedi bilamizlar? Va qatiluhum hatta la takuna fitnatun va yakuna ad-dinu lillah. Jihadning maqsadi qisosni vojib qilishda va lakum fil qisasi hayat. Qisosning maqsadi litakulu fariqan min amwalin nas bil ithm. Anikin xormini pishqan holda setish, oshkor bo'lishdan ilgari setishdan to'sqanning illati Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ra'ayt idza mana'allohu samar bima ya'khud ahadukum mal akhi. Buni pishdan ilgari setib qo'ysa, favqulodda bir ofat bo'lmay qolib qolsa, ahma pulni nima ish qilsa? Nimanga olsa pulni? Sizning miyang pishmagan tursa, va undan boshqa shari'ning din, jon, mollarni himoya qilishni maqsad qilishga dalolat qiladigan nurg'un illatlar va barliq kishilarning zaruriyatlarini saqlashni himoya qilishni maqsad qilishni dalolat qiladigan nurg'un narsalar va mushaning hammasi shuning misollari. Buni tafsir yoki ahkomlar bilan shug'ullangan, fiqh bilan shug'ullanganlar intayin to'g'ri tushunadi buni. Obdan tushunadi. Ma'vo yuqorida shariatningki zaruriyat ishlari uchun yo'l qo'yilgan bir-birlik ahkomlarning nimalari, misollari. Endi shariat kishilarning hojat ishlari uchun nimani yo'l qo'ydi desa, kishilarning hojat ishlari deb kelsak, biz bayatdan ilgari deb o'tganda kishilarning hojat ishlari ularning harajini ko'taradigan, ularga taklifatning yuklarini yengillashtiradigan, ularga muomalat, mubadalatning yo'llarini qulaylashtiradigan ishlar bo'lib taqiladi. Shariat ibodat, muomalat, uqubatning xilma-xil turli bablarida bir-birlik ahkomlarni yo'l qo'ygan bo'lib, bu ahkomlardan maqsad dal kishilarning harajini ko'tarish va kishilarga qulaylik yaratish. Masalan, qarayli ibodat bablarida ruxsatlar mukallaflardan rahatlatish uchun yo'l qo'yildi, ruxsatlar
qanday chaqda desa, azimada asli hukmni tutishda ularga mashaqqat bo'lib qolsa. Masalan, Ramazonda og'riq yoki safar usti bo'lgan odamga fitrni mubah qildi. Musofirga to'traganlik namozni qasr qilishni mubah qildi. Turishdan ojiz kelgan odamga o'tirib namoz o'qishni mubah qildi. Su topolmagan odam uchun tayammumni mubah qildi. Kimida namoz o'qishni mubah qildi. Mahkimining yo'linishi qiblning g'ayri bo'lsa-mu va undan boshqa kishilarning ibodatlarida harajni ko'tarish uchun yo'l qo'yilgan ahkomlar bor. Bularning hammasi shu hojat uchun yo'l qo'yilgan narsalar. Ma ibodat babidagi, endi muomalat babida kishilarning ehtiyoj taqozo qiladigan nurg'un aqdi tasarrufotlarni yo'l qo'yib berdi. Masalan, deyli turli savdo, turli ijara, turli shirkatchilik, o'rtoqlik, masalan. Qiyosga to'g'ri kelmaydigan aqdlarga ruxsat qildi. Bak aqdlardagi umumiy qoidaga to'g'ri kelmaydigan aqdlarni ruxsat qildi. Masalan, bay'il salam, bay'il vafo, bay'il istisno, bay'il muzaraa, bay'il musaqat degan ondan boshqa kishilarning urfisi shu bo'yicha joriy bo'lib qolgan. Ularning ehtiyoji chaqirib qolgan, lekin asli tigi to'g'ri bo'lmasa-mu, xalqning ehtiyoji bo'lib qolgan taraflarni yo'l qo'ydi. Bularning hammasi ehtiyoj yuzidan. Taloqni ehtiyoj tushgan vaqtda ayollikdan qutulish uchun yo'l qo'ydi masalan. Agar taloq qilish to'g'ri emas degan bo'lsa, bir umr u ikkisi tikandek bir oyda qanday yashaydi masalan. O o'g'lashni halol qildi, dengizning maytatlarini halol qildi, rizqdan pokizlarni halol qildi. Demak, hojatlarni hatto mahsulotlarni mubah qilishda zaruratga o'xshash hojat tufaylidan ba'zi harom narsalar halol bo'lgan bo'ldi masalan. Ma'u muomalatdagi masala. Uqubatga kelsak, uqubatlarda diyetni masalan birodam xatani o'ltirib soldi 100 ta kilo duq emasmi? Buni oqilaga shu qotilninki, o'ltirguchininki kimlarga hisobda? Igilariga hisobda. Mayli jaddi jamoat bo'lsin yoki qabilasi bo'lsin, mahallasi bo'lsin masalan. Nimishqa xatani odam o'ltirgan yengil chunki u 100 tugini birodamdan tugab odatda normal odamning 100 tugini to'lab bo'lish notayin. Shu 100 tuga kimga keladi? Tuqqanlarga, jaddi jamoatga, shu mahallasiga, uning qabilasiga keladi masalan. Bu aloqa shu vaqt urf bilan bo'ladi. Had hududlarni shubih bilan rad qildi. Nimishqa nurg'un had hududlar xato birilib qilishi mumkin. Nurg'un ishlar boshqalarga tuhmatdan o'ydirilib chiqilgan bo'lishi mumkin. Shubih bo'lib qolsa, hudud birilmaydi. Maqtulning valisiga qotilning qisos solishni afu qilish haqqini berdi. Agar afu qilgan deb qolsa, o'zining ixtiyori bularning hammasi hojat yuzasidan bo'lgan ishlar. Endi mush gapni nerdan topgan desa, dal mushu ahkomlardan maqsad qilgan yengillik va haraj ko'tarishdan iborat maqsadiga shu ahkomlarning ba'zisiga juplab keltirgan illat va tashri'iy hikmatlar bilan dalolat qilib ifodalab berdiki, ma yuridullohu liyaj'ala alaykum min haraj va ma ja'ala alaykum fid-din min haraj yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra yuridullohu an yukhaffifa ankum va khuliqal insanu da'ifa bu'istu bil hanifiyati samha. Mushlarning hammasi bir xil kengirchilik, haraj, taxfifni ifodalaydigan narsalar masalan. Ma'u hojiyat yuzidan islom yo'l qo'ygan ahkomlar. Endi kishilarning tahsinat ishlari uchun islom yo'l qo'yganlar qaysi desak, kishilarning tahsinat ishlariga kelsak, biz bayonlab o'tgandek, nagrab taqiladi, ularning ahvolini go'zallashtiradigan, ularning ahvolini insonlik, isl axloqlar taqozo qiladigan mos shaklda qilib qo'yadigan manda ishlar qilib taqiladi. Endi shariat xilma-xil turli ibodat, muomalat, uqubat bablarida mushu go'zallik va mushu chiroyliqlashtirishni maqsad qilgan ahkomlarni, kishilarni eng go'zal odatga odatlantiradigan, ularni eng go'zal manhaj, eng to'g'ri manhajga yetaklaydigan ahkomlarni yo'l qo'ygan. Masalan, ibodat babida desak, badan uchun tahoratni yo'l qo'ydi masalan, bir pokizlik, kiyim uchun, o'rin uchun, avratni yopishni yo'l qo'ydi, nijosatdan saqlanishni yo'l qo'ydi, suyuqlikdan saqlanishni yo'l qo'ydi. Har masjidning qashib olganda zinat yasilishni chaqirdi masalan. Sadaqat, salat, siyomlarni nafl qilishga chaqirdi. Har ibodatda arkan shartlar bilan adablarni bil yo'l qo'ydi. Bu adablarning hammasi kishilarni eng go'zal odatlarga odatlantirish kerak taqiladi. Hamma maqsad shu. Bu ibodatdagi masala. Endi muomalat masalalarida g'ishni harom qildi, aldashni harom qildi, ko'llashni harom qildi, isrofchilik, baqo qilishni harom qildi masalan. Har qanday nejis ziyonli ishlarda muomala qilishni harom qildi. Inson xalqning savdosini o'ziga savdo qilishni to'sdi. O'zining qarindoshligini hamda atrofdagi o'zining qarindoshi bo'lgan insonlarning savdosini o'ziga haq qilgan savdoni o'ziga savdo qilishdan va karvonlarning oldiga chiqib elib olishdan to'sdi masalan. Bozorni baho bekitib qo'yishni to'sdi. Undan boshqa kishilarning muomalalarini eng go'zal ravishda qiladigan nurg'un ahkomlarni yo'l qo'ydi masalan. Uqubatlarda masalan jazolarda
Cihatda rahiplarni, kichik bolalarni, ayollarni o'ldirishni harom qildi. Aldashdan mutlaqi ko'z quloq buyumlarini kesib o'tishdan masalan. Ayrılganlarni o'ldirishdan, o'liklarni, yaktiriklarni ko'ydirishdan to'sdi masalan. Andikin esil axloq va ummahatul fadoil bablarida, go'zal fazilatlar bablarida islom shaxsni, mujtamaani pokizlaydigan, kishilarni eng to'g'ri yo'lda mangdiradigan bir bilik ishlarni yo'l qaror qilib bekitdi masalan. Allah subhanahu va taolo o'zining mushu go'zallashtirish, chayliqlashtirish maqsadiga ba'zi ahkamlarni jublab keltirgan illat hikmatlar bilan bizga ifodalab qo'ydi. Walakin yuridu li yutahhirakum va liyutimma ni'matahu alaykum degandek Peygamberlar innama bu'istu li utammima makarimal axloq degandek Rasulullohning gapi. Peygamberlar yana innalloha tayyibun la yaqbul illa tayyib degan so'zi ma'u naslarning hammasi mush yuqoridagi tahsinatlarning ifodalari. Demak, xulosalasak, shar'iy ahkamlarni yakunlash va xilma-xil bab voqeliklardagi tashri'iy hikmatlarni, illatlarni yakunlash shuni natija beradiki, shuni chiqaradiki, islom shari'i o'zining ahkamlarini yo'l qo'yishdan faqat va faqat kishilarning zaruriyatlarini saqlash va ularning hojiyatlarini saqlash va ularning tahsinatlarini saqlash ne maqsad qilgan. Mana bu dal ularning nimasi masala. Biz yuqorida keltirgan misollarning hammasidan eng oxirgi yakun islomdagi butun ahkamlar kishilarning yo zaruriyatlarini saqlash uchun, yo hojiyatlarini saqlash uchun yoki tahsinatlarini saqlash uchun. Buningdan sirt emas. Mana bu shariatning umum maqsadi. Endi bu yerda tur İmam Ebu Ishaq Shatibininki mushu nimaga tava? Shu maqosatga tava. Bir bilik fikrlari, ya'ni o'zining Muvaffaqat nomli kitobining 2-juz'isining 5-da keltirilgan bir bilik fikrini akab qo'ydi. Imom Shatibi rahimahulloh hammalarga ma'lum bo'lgandek, shariatninki maqosat tarafi bilan eng keng etishgan, eng keng tutishgan mush sohada marja imom bo'lgan imomlarning birisi biz yuqorida tuanda inshaalloh Imom Shatibi rahimahullohninki mushu sohada degan azroq nassini anglab o'taylik. وقد أفاد الإمام أبو إسحاق الشاطبي يعني إمام أبو إسحاق الشاطبي o'zining muvaffaqat nomli kitobining 2-juz'isining 5-da mushuni isbotlash haqida azroqgina bima la mazida alay degan gap, undan ortiq yo'q azroq gapni keltirdi. Tashri'iy ahkamlardan va shu ahkamlarni yo'l qo'yishdan bo'lgan hikmatlardan bir qancha misolni keltirib qo'ygandan keyin, ya'ni har qanday shar'iy hukm shuni yo'l qo'yish orqali mushu kishilarning manfaati shundan shakllanadigan uch narsaning birini saqlash maqsad qilinadi ekanligi dalolat qiladigan ahkam va shu ahkamning yo'l qo'yishdagi hikmatni bayon qilib bo'lgandan keyin bunda bir gap qildi. Degan gapim tekstda ma'lum. Zohirlar, omlar, mutlaqlar, muqayyatlar va o'xshamagan o'rinlardagi fi ayon muxtalifa degan o'xshamagan juz'iyatlardagi xos juz'iyatlar, o'xshamagan voqelikdagi, masalan, fiqh boblarining har boblaridagi, fiqh turlarining har turidagi o'xshamagan va shaxslar o'xshamagan voqeliklardagi juz'iyatlarga qarab yu'khadhu minha yuqoridagilardan shu elinidiki butun tashri ahkamlarning hammasining yo'l qo'yilishi mushu 3 narsani saqlash etrafida aylanadi. Allati bu 3 narsa bo'lsa-mu kishilarning manfaatining nimasi asosi. Mayli biz narsalarning zohirisiga qaraylik. Narsalarning omlarga qaraylik. Narsalarning mutlaqlarga qaraylik. Muqayyatlarga qaraylik yoki shaxslar, o'xshamagan shaxslardagi juz'iy hukmlarga qaraylik. O'xshamagan voqeliklardagi juz'iy hukmlarga qaraylik. Mayli fiqh bob va yoki boshqa soha bo'lsin, hammasini yakunlab kelgan vaqtimizda bir nuqtaga yig'ilamiz. U bo'lsa-mu kishilarning masalihining asosi bo'lgan 3 nuqta. Ya'ni 3 dona maqsad. U bo'lsa-mu ad-darurat val hajiyat va tahsinat. Demak, Imom Shatibi rahimahullohning gapining xulosasini bo'lsa, butun shariatning ahkomlari mushu 3 narsaga markazlashgan. 3 narsani cho'rdab turib yo'lga qo'yilgan deb atadi. Shari islomiyning hikmati va shari islomiy mushu 3 turlik ishni eng mukammal shaklda saqlashni iroda qilgan, irodasining hikmati shuni taqozo qildiki,
Şu üç türlük iştin her bir türünü saklaydigan ahkamlar bilan qo'shib, yeni bir birlik ahkamlarni yo'l qo'ygan bo'ldi. Biz yuqorida hojiyat uchun mamani yo'l qo'ydi, tahsinat uchun mamani yo'l qo'ydi, daruriyat uchun mamani yo'l qo'ydi dedik emasmi? Bundan boshqa yana bir birlik ahkamlarni yo'l qo'ydi. Ahkamlar, o'zining emas, yeni bir ahkamlar hammasi mushu maqsadni ro'yobga chiqarishda shu üç türlük ishni to'liqlama hisoblanadi. Masalan, misol ko'rib baqsaq bo'ladi. Daruriyatlarda namozni vojib qilishni yo'l qo'ydi, dinni saqlash, asosiy ahkam bo'lsa, buni jamoatan ado qilishni yo'l qo'ydi, azon bilan e'lon qilishni yo'l qo'ydi. Nimishqa dinni to'g'izish va saqlash, uning shu oralarini oshkorlash, shu dinga yoki shu oralarga yig'ilish orqali eng mukammal shaklda saqlash uchun masalan. Asosiy ahkam mush maqsad uchun zarurat uchun yo'l qo'yilgan to'liq ahkam. Jonlarni saqlash uchun qisosni vojib qilib edi. O'xshash qisoslashni yo'l qo'ydi. Shu qisosda nimishqa g'araz va ibbasun adovat o'chmanlikni qo'zg'amasdan. Chunki qotilni u qilgandan echinishliroq suratda o'ldirish, boshqa qon to'kilishga qisosdan bo'lgan maqsadning aksiga boradi. Qatil o'z beti o'ldirilsa, hech kimning gapi chiqmaydi. Ammo u qilgandan battarroq o'ldirilsa, uning tuqqanlari va uning valilari va sen nima qilding deb saklab qo'yadigan gap qon to'kilish chiqadi masalan. Zinoni harom qilgan vaqtda izzat obro'yini saqlash uchun yot ayollar bilan yolg'iz turishni harom qildi, zari'ani cheklashni, ya'ni vositlarni to'sash uchun. Aqlni saqlash uchun haroqni harom qilgan vaqtida uningdan ozni harom qildi. Qilmasin masalan, bularning hammasi to'liqlama hukmlar. Va vojib uningsiz to'liq qolmaydigan har qanday ishni vojib qildi. Vojib qilgan har qanday ishni vojib qildi. Bu hammasi to'liqlama masalan. Cheklimiga olib boradigan har qanday ishni cheklima qildi. Haromga olib boradigan har qanday ishni garchi asli harom bo'lmasa-mu, haromga olib borganlik uchun harom qildi. Nurg'un muboshlarni chekladi, nurg'un mutlaqlar nurg'unlarni qeydladi, nurg'un umlarni amladi. Nishqa vositani cheklash uchun, vositani to'sash uchun. Allah to'y qilishni yo'l qo'ydi. Masalan, bola avlod qoldirish, nasl qoldirish uchun. Ishga ayol o'tirda hamtanglikni shart qildi. Nimishqa maslashishni mukammallashtirish va go'zal turmush uchun. Demak, xulosalasak mushadagi hukmlarni zaruriyatni saqlashni yo'l qo'ygan ahkamlarni mushu maqsadni eng mukammal yo'ldan ro'yobga chiqaradigan ahkamlarni yo'l qo'yish orqali qana qildi, to'liqladi, kammalaha to'liqladi yana. Bu zaruriyat babidagi to'liqlama hukmlarning misollari. Hamda hojiyat babidagi to'liqlama misollarga qarasak, turlik muomalatlarni yo'l qo'ydi. Masalan, savdo sotiq, ijara, shirkatchilik, o'rtoqlik degandek. Bularni aldashdan to'sash, jaholat, majhullikdan to'sash masalan, savdo sotiqdagi atalg'u, yo'q darsin sotishdan to'sash orqali mukammallashtirdi. Va aqdish no'lan jublashish to'g'ri bo'ladigan shartlar, to'g'ri bo'lmaydigan shartlarni bayon qilish orqali mukammallashtirdi. Undan boshqa shu orqali muomalatlar kishilarning yoki muomalatlardagi kishilarning ehtiyojini qamdash bo'ladigan narsalar maqsad qilinadigan ishlarni yo'l qo'ydi. Qanday qilmasin desa, o'zaro husumatlarni qo'zg'amasdan, adovatlarni qo'zg'amasdan. Mavojat babidagi masalalar. Tahsinat babida tahoratni yo'l qo'ydi. Tahoratda shu tahoratni mukammallashtirgan bir qancha ishlarni mustahab qilib belgiladi. Napliga chaqirdi. Shu napliga shunda shuru qilishni vojib qilib chiqib qo'ydi. Nimishqa mukallaf davomliq boshlig'i ishni tamom qilishni ilgari baqo qilishga odatlanmasin deb. Chiqim qilishga chaqirdi. Eng yaxshi moldan, pokiz moldan chiqim qilishga qana qildi? Buni chaqirdi. Demak, islomiy shariat ahkomlariga obdan nazar tashlagan odam Faman haqqaqan nazara degani nazarini obdan tahqiqlab tashlagan odamga shu oydinlashadiki, islomiy shariatdagi yo'l qo'yilgan har hukmdan maqsad kishilarning yo zaruriyatini saqlash, yo hojisini saqlash, yo tahsinisini saqlash yoki shularning birini saqlaydigan narsani mukammallashtirguchi. Mushu islomning asosiy maqsadi bo'ladi. Ya zaruriyat, hojiyat, tahsinatning o'zini saqlash yoki mushlarni saqlaydigan to'liqlama ahkam bo'ladi, boshqa narsa emas. Xo'sh, mana masalalar endi mencha kallanlardan o'tdi. Endigi gap biz darsimizning 5 degan bir og'iz gap bo'ldi. Ya'ni mushu zaruriyat uchun yo'l qo'yilgan ahkamlar, hojiyat uchun yo'l qo'yilgan ahkamlar,
tahsinat uchun yo'l qo'yilgan ahkamlarning darajasi. Buning aloqasi sababiga qarab turib albatta musabbab bo'lgan ahkamlarning farqi. Chunki sabab zaruriyat, hojiyat, tahsinat. Bular biz bayon darsining oldida qisqagina o'tib ketib qoldik. 3 daraja. Birinchi darajadagi eng avlosi, hatto haromni halol bo'ladigan, halol harom bo'ladigan qismi zaruriyat. Undan tönroq turadigan hojiyat. Ba'zi o'rinlarda zaruratga o'xshaydi. Eng tön turadigan qaysi? Tahsin. Mush bo'yicha biz chiqarilgan ahkamlarga shu xil shaklda muomala qilamiz. Masalan, Abdurdavotda shu ahkamlardan bo'lgan maqsadga qarab turib, maqsad degani dal shu zaruriyat, hojiyat yoki tahsinat demakchi. Maqsadlarga qarab turib shar'iy ahkamlarning tartibi. Biz ham yuqorida zaruriyatni, hojiyatni, tahsinatni bo'lgan maqsadni bayon qilish babida deb o'tganimizdan shu oydinlashdiki, zaruriyat mushu maqsadlarning eng muhimlari. Chunki liannaha shuni yo'qotsak hayotning tuzilmasining buzilib ketishi va kishilarning o'tirisida qalaymuqanchilikning tarqilishi va ularning masalihining zayo bo'lib ketishi ergishib keladi. Chunki zarurat shunday yo'qolsa, ahvol chiqadi. Am buningga hojat ergishib keladi. Taliha al-hojat degani zaruratning keyinidagi hojat turadi. Chunki bu hojatni yo'qotganimizda kishilarning haraj, qiyinchilikqa tushib qolishi, ularni jafoga sabab qo'yadigan mashaqqatlarni ko'tarib qilish ma'vo ergishib keladi. Şunlaşqa ma ikinci daraja. Endi 3-chi darajada buning keyindan keldigini, taliha degan uning keyindan keldigini, hojatning keyindan keldigini tahsinat keladi. Chunki tahsinatni yo'qotganda hayotning nizomining buzilib ketishi, ne harajga kishilarning haraj uchib qolishi ergishib kelmaydi. Faqat uni yo'qotganda kishilar shu insonning mukammal taqozzosiga qarshi chiqib qolish, odamiylikdan chiqib ketish yoki sog'lom aql yaxshilaydigan nuqtalarga qarshi chiqishga olib qoladi. Bu şunlaşqa eng oxirgi nuqta. Bunun birincisi zaruriyat, ikincisi hojiyat, üçüncüsü nima? Tahsinat. Bunun asasen hem de yuqorida bir didiq emas, mana shunga asasen xulosalasak, zaruriyatlarni saqlash uchun yo'l qo'yilgan shar'iy ahkamlar eng muhim ahkamlar va rioya qilishga eng haqli ahkamlar. Bularning keynida hojiyatlarni to'liqlash uchun yo'l qo'yilgan ahkamlar keladi. Ondan keyin tahsinat, tajmilatlarni yo'l qo'yish uchun yo'l qo'yilgan ahkamlar keladi. Demak, tahsinat uchun yo'l qo'yilgan ahkamlar hojat uchun yo'l qo'yilgan ahkamlarning to'liqlamasiga o'xshash. Hojat uchun yo'l qo'yilgan ahkamlar zaruriyatni saqlash uchun yo'l qo'yilgan ahkamlarning to'liqlamasiga o'xshashki, hammasi bir-biridan tirab turadi. Eng ostida qaysi turadi? Tahsinat. Bu hojiyatga kafolat qiladi. Hojat ahkamlar zaruriyat ahkamlarni saqlashga kafolat. Xuddi bir-biriga rishatga o'g'andek masala. Birisi-birisiga liqimdaliqqa tirek bo'lgandekcho. Shunlashqa yuqorida chiqqan qoidadan biz bundaq bir yakunni ola olamiz. Har qanday bir tahsiniy hukm shuning rioya qilganda zaruriy yoki hojiy hukmga xalal yetib qolsa, bu rioya qilinmaydi. Chunki mukammallashtiruvchi uning rioya qilishda mukammallashtirilguchiga xalal yetib qolsa rioya. Chunki mukammallashtiruvchining maqsadi qoidalarni saqlashdi. Ma'ni rioya qilib qolsa, buzib chiqib qolsa, asosiy maqsad ado bo'lmaydi deb buni rioya qilmaymiz. Shunlashqa avratni echish muboh qilinadi qana chog'da desa, mushuni bir davolash yoki operatsiya, badan operatsiyasi taqozo qilib qolsa, avratni yepish bir tahsinat. Bu avratni yepish vojib, masalan, echish harom, tahsinat tufaylidan. Ama nötki qilib operatsiya qilish to'g'ri kelib qolsa amal yo'q. Chunki avratni yo'gash tahsini, iloj daruriy masalan, daruriy. Najis narsani yeyish, iste'mol qilish muboh qilindi, qana chog'da davo bo'lib qolsa, qisilib qolsa. Chunki nijosatdan saqlanish, pastki narsalardan saqlanish, tahsini, davolanish, zaruriyatlarni deb qilish zaruriy bo'ladi. Ziyonlarni deb qilish zaruriy bo'ladi masalan. Shuningdek, yo'q narsani setish muboh qilindi, beisalam istisnota. Buni biz yuqorida nurg'un tushundik oldingi darslarimizda. Muzora, musaqatda va yo'q narsani yo'q odamning setishida jaholat kechiritilindi. Chunki musaqatlarda chiqmagan narsa u. Chunki kishilarning ehtiyoji ma tasnilarga rioya qilmasini taqozo qilib, uni rioya qilmay deb tursak, ma ish olmaydi. Bu birinchi qon. Ikkinchisi, har qanday bir hojiy hukm shuning rioya qilganda zaruriy hukmga xalal yetib qolsa, rioya qilinmaydi. Shunlashqa ularga ruxsatni muboh qiladigan holatda bo'lmagan mukallaflarga farz vojibatlar vojib bo'laveradi. Taklif qilingan narsa mushaqqat kasimi. Chunki har taklifatda ma'lum mushaqqat yoki kulfat bor ishlar ilzom qilish bo'ladi. Agar
bu rioya qilinib qoladigan bo'lib qolsa, mukallafni hech qanday falau ru'ya agar bu rioya qilinib qolsa, ya'ni mukallafga hech qanday mashaqqat yetmaslik rioya qilinib qolsa, nurg'un daruriy ahkamlar tashlab o'tilinsa, bekor qilib o'tilinsa bo'ladi. Masalan, ibodat, uqubat uni. Chunki mukallaf buyurilgan har qanday ish, cheklangan har qanday ish zaruriyatni saqlash uchun, masalan, la yaxlu imtisol, uni ijro qilish uningga mashaqqatni xoli emas. Lekin mushu mashaqqat mukallaflarning zaruriyatlarini saqlash yo'lida ko'tarilsa bo'ladi. Tamoman ko'tarilsa bo'ladi. Ammo zaruriy ahkomlarga kelsak, buni rioya qilish keskin vojib. Uningdan har qanday hukmni halol etish to'g'ri emas. Illaki bir zaruriyga rioya qilish uningdan muhimroq zaruriyga buzish qilib. Masalan, biz zaruriyatni 5 ga bo'ldik. Buning birinchisi din, nafs, aql, ird, mol dedik. Bular tartibi mushu bo'yicha. Muhimi din, jon, manda. Agar ma 5 tani tartib bo'yicha saqlangan saqlash kerak bo'lgan zaruriyat o'g'achqa ma'ni rioya qilmasak ma buziladi. Yoki ma'ni rioya qilsak ma buziladigan bo'lib qolsa. Ya'ni oddiy zaruriyat rioya qilsak, muhim zarurat buziladi, u vaqt rioya qilmaymiz. Din, jon ikkini birini tanlash to'g'ri keldi. Din uchun o'limiz. Jonni birimiz. Agar jonni vermasak, din yo'qoladigan bo'lib qolsa, jonni birimiz. Demak, tartibimiz shu. Shuningga jihatni vojib qildi dinni saqlash uchun, garchi buningda jonni qurbonlik qilish bo'lsa-mu, chunki dinni saqlash, jonni saqlashdan ahamroq. Haroq ichish muboh qilindi, uni ichishga jinini vayron qilib o'tish yoki a'zosidan birini vayron qilib o'tish yoki qattiq usullikda qisib, bunda ular majburlangan vaqtda yoki qattiq usullikda qisib qolgan vaqtida ishimizdan etib o'tma deb qolsa ish kerak. Masalan, chunki jonni saqlash aqlni saqlashdan aham. Boshqalarning melini halok qilib o'tishga majburlansa, uningga o'zining nafsini halok qilib o'tishdan saqlash muboh, boshqalarning melini halok qilib o'tishlar. Masalan, aning mashinasini ko'ydirib o'tmasang, seni o'tirib o'tma desa, ko'ydirasi bo'ladi, lekin to'lab beradi jo'q. Cho'qim to'laydi. Nima ahkamlarda bir zaruriy ahkamni qoldirib qo'yish bor. Nimishqa uningdan muhimroq deb qaralgan yana bir zaruriy hukmga rioya qilish uchun. Ikki zaruriy bor. Ma'o muhim, ma'o uningdan tufanroq. Ma'ni rioya qilsak, ma'o buziladigan bo'lib qolsa, ma'ni chang tutamiz, ma'ni qo'yib qo'yamiz. Masalan, shu tartibimiz shu. Pakit bilan shu isbotlandiki, shari'ninki o'zi yo'l qo'ygan hukmlardan bo'lgan maqsadi mushu 3 ning biridan yoki uni mukammallashtirgan birdan o'tib ketmaydi. Mushlarni saqlash maqsad. Mushu maqsad shularga rioya qilishda ahamiyatiga qarab turib tartiblangan. Shu ishlarning tartibiga binoan andan keyin shuni yo'l qo'yish uchun, amallashtirish uchun yo'l qo'ygan ahkomlar tartiblanadi. Maqsadning tartibiga qarab turib, maqsadga binoan yo'l qo'ygan ahkomlar tartiblanadigan gap. Xo'sh. Endi biz bayatda dedik, darsimizning 5-dan tortib, darsimiz asosan 3 narsa ustida cho'g'raydi. Birisi daruriyat, hojiyat, tahsinat deb. Nurg'un bunun tafsilotiga qarata dalil faktlar, misollar keltirildi. Endi ulamolar mushu 3 maqosidni cho'rligi asosida nurg'un qoidalarni tuzib chiqqan. Bu qoidalar har xil nomlar bilan kitoblarda, darslarda o'tiladi. Masalan, qoida fiqh degan nomlar bilan, qoida fiqhiya degandek. Endi tuandalaqi mushu 3 dona darur 3 dona maqosiddan yakunlanib chiqarilgan har xil shakldagi qoidalarni avtor bizga misol shaklida ko'rsatib beryapti. Masalan, biz buni bir Qur'onlab ko'rib o'tib ketib qolsak bo'ladi. Bu haliqqa hozir qilma keltirib qo'ygan qoidalar bizning yuqoridagi daruriyat, hojiyat, tahsinatlarga bo'lgan tushunchamizni to'liqlaydi inshaalloh. O'tib ketaylik deb. Mana bu tuandagilar dararni dafiy qilishga xos prinsiplarning bayoni va uningdan bo'lgan har prinsipning shaxslanib chiqadigan mazmunlarning misoli deydi. Asosli buni biz qoida fiqhida inshaalloh tafsilroq o'qiymiz inshaalloh. Bu yerda misol sifatida o'tib ketamiz. Masalan, birinchi yakunlagan qoida ad-darar yuzalu shar'an. Zarar shariatda yo'q, shar'an yo'qtiladi. Masalan, chunki daruriyatning qatoridan birisi shu jonni saqlash, dinni saqlash, molni saqlash o'g'achqa zarar ashlarni hammani o'z ichiga oladi. Shu nuqtadan chiqarilganda, masalan, shirk yoki qo'shniga shubhachilik haqining subuti. Buni bu oldingi bir darslarda bizlarga ancha tushuntirib o'tdik. Ayib sabablik va yoki boshqa tanlash turlari sabablik sotib olingan molni qaytarishda mushtariyning ixtiyorligining sabit turishi bu zarar tufaylidan.
Şirk cheklansa taqsimotga majbur bo'linish. Masalan, kasallardan davolanish va oldin olishning vojibligi, zararni oldin olish uchun. Hayvonlardan zarar soldiganlarni o'ldirish, masalan, g'aljishlarni o'ldirish, yilonni o'ldirish, chayonni o'ldirishga o'xshash. Jinoyatlarga jazo berish, yo'l qo'yish, hududlardan ta'zir kapar. Bularning hammasi az-zararu ad-dararu yuzalu shar'an degan qoidadan olinadi. Bu qoida nereden olinadi desa, zaruratdan olinadi. Zaruratdan. Haciyatdan, tahsinatdan, yuqoridagi shariatning umum maqsadidan olinadi. Hikoyalangan qoidalar emas. Abturning shuni akab qo'yish intayin go'zal qilgan. Ya'ni nurg'un qoidalarni asli nereden kelib chiqqanligiga qana qilish, bog'lash. Ikkinchisi ad-darar la yuzalu bid-darar. Ya'ni zararlar yo'qtilmaydi degandan keyin bir zararni yo'qtimiz deb shunda tush qilsak, undan cho'ngroq bir zarar kelib qolsa, u vaqtida bo'lmaydi. Bayatni degandek, halqa daruriyatlar ra'y qilishda al-aham oldin qo'rin qo'yildi emas, mana shu asosda chiqarilgan. Buning shaxsiy mazmunlaridan birisi insonninki o'zining ziminining g'arq bo'lib ketishini dafi qilishi boshqaning ziminini g'arq qilishdan to'g'ri emas. Masalan, suv besib keldi, o'zimning yerini ching to'g'anni obdan silib boshqaning yeriga boshlab qo'ysam bu to'g'ri emas. Va yoki o'zining milini saqlash, boshqaning milini halok qilib o'tishlar, masalan, ishkalarning o't mudalaqi bir keldi bunda, bir vayronchilikdan birisi o't ketdi bu degandek. Asli o't sininki ketdi. Sen uni birim amallarni qilib qo'shningnikiga bunda mangdirib qo'yib yoki qo'shningnikini to'g'rilab qo'yib, o'zingni qutuldirib olding. Bu to'g'ri emas. Bir tamoq ishni qisib qolgan odamninki boshqaning tamoqini ish to'g'ri emas. Ya'ni bir qisib qolgan odam, masalan, ishkil bilan jon achchig'ida. Oldimizda bir qachilam yoki bir shu bir tallam tamoq bor. Qaysimiz yesak shimiz halol qilamiz, lekin bu tamoq odamning ko'p qolsa, ammo zarurat deplab, "Aning tamoqni yeyasam, a uylugu." Tamoq asaninki. O'zimni saqlayman deb ani o'tasam bo'lmaydi. Masalan, bu bir misol. Uchinchisi, xos zarar am zararni daf qilish uchun ko'tarilib ketadi. Masalan, bu bayatdan qiliqi martabalar orasidagi farqlardan chiqarilgan qoida. Qotil kishilarning jonlarini amin qilish, kishilarning jonlariga amin qilishni o'ldiriladi masalan. O'g'rining qo'li kishilarning mollariga amin qilib, kishilarning o'zining mollarini amin qilish uchun kesildi masalan. Umum cho'ng yo'ldagi da yiqilishga mayl bo'lib qolgan tam o'ritildi, xaqni bo'lib qolsa amal yo'q, chunki har vaqt yiqilib xaqni besvelishi mumkin. Rasul mufti chekilgan shu fatvo berman deb o'tgan bilan nurg'un fatvoni o'zining xohishiga tayinib, o'zining ra'yiga tayinib qilishi mumkin. Nodon doktor masalan, vayron bo'lib ketgan ijarakesh hammasi cheklanadi. Qarzdorning meli majburan setiladi. Mishqas için çekilip kalsa, qarzdor qilishni cheklanib, uni bo'ldi masalan, u qarzdor shu birdan mashina islam qoldi, mashina sotsa qarzga aran chiqirdi, sotib olmasa majburan setiladi masalan. Haji neslerinin pullarını ilgilirib bahalarini öğütüp atsa zo'lab baha bekitiladi. Tamoq o'zining malikiga zo'lab sotiladi, uni ihtikor qilib monopol qilib olsa, kishilar uning ehtiyoj qilib uni sotishni cheklansa, masalan, raq savdogarlarning o'tirisida tumirchilik do'koni ochish cheklanadi. Bu yuqoridagi misol hammasi misol. Bu nima desa, yuqoridagi biz kishilarning zaruriyatlarini saqlash, hojatni saqlashni ilingan hukm masalan bir qoida. 4-chi keltirgan misol 4-chi qoida. Ichki zararning yengilroq qilinsa bo'ladi, ig'roqni saqlash. Ichki zarar oldimizda. Birisi ig'ir, birisi yengil. Yengilini qilamiz. Ya'ni buning tarmoqlaridan birisi ayolining chiqimini qilib berishda suvni qolib qo'yamiz masalan, sulab qo'yamiz masalan. Tuqqan o'zining tuqqaniga chiqim qilishini cheklansa, sulab qo'yamiz masalan. Ayol zarar va qiyinchilik qilganlik uchun qanday qilsa bo'ladi, taloq qilinsa bo'ladi. Masalan, ayolni boqolmadi masalan. Kasal maytatni yeyishga majbur bo'lib qolsa, yoki boshqaning melni yeyishga majbur bo'lib qolsa, yeyiladi. Namozni o'qimoqchi bo'lgan odam tahorat qilishni ojiz kelib qolsa, ertin yegishni ojiz kelib qolsa, qiblaga oldini ojiz kelib qolsa, qodir bo'lgan namoz o'qish. Chunki ma'shatlarni tashlab o'tish, namoz tashlagan yaxshi. Bu nimasi nima desa, yengil narsani tashlab, ig'ir narsani qo'ldan bermaslik. 5-chi qoida. Ziyonni dafi qilish, manfaatni, foydani akilishdan avval bir foyda, bir ziyon bo'lsa, avval foydani olmasak, men ziyon dafi qilamiz. Foydalimiz deb ziyon kelib qo'ysak olmaydi. Shunga qadar keldi, men sizlarni to'sqan ishdan yeninglar, burgan ishdan qilalg'iningni qilinglar. Avvalo to'sash muqaddam. Muşunun furuatlaridan birisi Malik o'zining mulkida tasarrufat qilishni cheklanadi. Uning tasarrufati haqqi ziyon solsa, o'zimning deb qilavergan bilan haqqi ziyon solsa cheklanadi masalan.
Ro'zlarninki mayli ig'zni chayqash, bunni chayqashda adadidan ziyoda eshib o'tishi makruh bo'ladi masalan. Chunki mana shunda ig'zni chayqayman deb sunnatni qilaman deb qo'ygan bilan ro'za buzish ehtimoli bor. 6-qoida ad-darurat tubihul mahzurat. Zaruratlar mahzuratlarni mubah qiladi. Buning furuatlaridan birisi qanday odam ocharchilikda maytatni yeyish, qonni yeyish yoki har qanday harom narsani yeyishga majbur bo'lib qolsa, gunoh yo'q uni yeyishda. Bir odam o'zini mudofaa qilishda boshqalarga ziyon solmay turib mudofaa qilolmasa, o'zi mudofaa qilsa gunoh yo'q. Qanday odam o'zining qarzini ado qilishdan cheklansa, qarz uning molidan izinsiz elinadi. Bularning hammasi nima desa, ad-darurat tubihul mahzurat. Ya'ni shu bayatimiz so'zlagan 3 dona maqosidni saqlashning furuatlari. 7-qoida ad-darurat tuqaddaru bi qadariha. Har qanday zarurat o'z darajasida o'lchanadi. Zarurat debligida o'zining darajasini halqishga bo'lmaydi. Ya'ni buning furuatlaridan tarmoq misollaridan birisi muttar harom tamoqdan faqat uning ochliqini qamdaydigan miqdorda, ya'ni o'lmaydigan miqdorda. Nijosatdan faqat saqlanish mumkin bo'lmaydigan miqdorda qo'llanadi. Ruxsat ahkomlari sabab yo'qolsa yo'qoladi. Masalan, tayammum shunda suv bilan taratilish qo'yib qolsa, tugidi. Iftor qilish Ramazonda musofir shunda muqim turib qolsalar, to'g'ri musofir muqim turib qolsalar, da buziladi. Va o'zri uchun durust bo'lgan narsaning hammasi o'zri uning zavoli kullu ma jaza li uzrin yabtulu bi zawalihi. Bir o'zri tufaylidan durust bo'lgan har qanday ish shu o'zri yo'qolsa, hammasi batil masalan. Mushlarning hammasi ad-darurat tuqaddaru bi qadriha degan qoidadan chiqadi. Demak, yuqoridagi biz tushuntirib kelgan 3 dona, ya'ni darurat, hojiyat, tahsinatning ishidan chiqilgan qoidalar bo'lgan. Asosliq daruratdan chiqilgan qoidalar bo'lib qolsa, endi hojiyatdan chiqilgan qoidalar qarab boqayli. Buni ma'vu xos prinsiplar, harajni ko'tarishga xos bo'lgan prinsiplar, oldingi 7 dona prinsip dararin dafiq qilish, daruratga munosabatlikda, hojatga munosabatlik. Bundan shaxsan chiqqan misollar, masalan, mashaqqat, tajribut taysir masalan. Qiyinchilik, osonlikni qana qiladi, epkiladi. Bu uning misoli Allah mukallafdan mushu yengillashtirishni taqozo qilgan bir sabab tufaylidan yengillatish uchun yo'l qo'ygan butun ruxsatlarimiz mushunda tahtakiradi. Shunda qiyinchilik shakllansa yengillik. Shunda safar qilib qolsam, iftor. Masalan, ma sabablar istiqro bilan chiqqan sabablar 7. Ma sabablar mushu nimaning sababi? Mush mashaqqat, tajribut taysirdagi mustahbibni taqozo qilgan sabablar 7. Masalan, safar tufaylidan Ramazonda iftor qilish mubah qilindi, 4 rakatlik namozni qasr qilish mubah qilindi, juma namozini saqiti masalan, jamoat, tayammum hammasi mubah qilindi. Kasal bu tufaylidan Ramazon iftor qilish, tayammum, o'ltirib namoz o'qish, harom davolash uchun harom narsani yeyish masalan. Ikroh majburun bu tufaylidan mukrahga kufr kalimasini talaffuz qilish mubah qilindi. Hatto vojibni tashlash, boshqa nimalarni halol qilib o'tish, maytatni yeyish, aroqni ichish hammasi mubah qilindi. Unutib qilish bu tufaylidan gunoh ma'siyatni unutib qilib ma'siyat qilgan odamning gunohi ko'tarildi masalan. Ramazonning kunduzida unutib qilib yegan ichgan odamdan ro'za bakovmidi. Bismillah deyishni buzgan vaqt unutib qilib tashlagan odamning zabihasi harom bo'lmadi. Jahli bilmaslik bu tufaylidan satilgan molni ayb bilan satuvag'uchiga nisbatan ya'ni min ajlihi saga raddul mabi bil ayb, ya'ni ayb bilan satulangan molni shu aybini bilmay satuvag'an odamning qaytarishi to'g'ri bo'ldi masalan. To'yni buzish to'g'ri bo'ldi demishqa, aybini bilmay deb odamning ayb tufaylidan to'yni buzish to'g'ri bo'ldi masalan. Bilmaslik tufaylidan nasab da'vosidagi tanaquzlik kechirildi o'zg'azlik masalan. Shuningdek, mirosxo'rning vasininki vaqtiga nozir bo'lgan odamning bilmaslik tufaylidan ba'zi tanaquzlar kechirildi masalan. Undan boshqa yana bir sabab umumul balva, umumiy ehtiyoj, umumlashib ketish masalasi. Shu tufaylidan ko'chaning loylaridan nijislarning da chachirgan qoldiqlari kechirildi. Undan boshqa saqlash mumkin bo'lmagan narsalar bor. Ilm birimdagi oddiy bir ba'zi huquqsizliklar, ba'zi bir oddiy aldashlar kechirildi masalan. Eng aqlsi naqsi kamchilik, ya'ni mundalik odamning salohiyatining to'liq olmasligi. Ya'ni kichik bolalik sarangga o'xshash salohiyatni yo'qotgan odamning taklifat ko'tarildi. Ba'zi vojibatlar qullardan, ayollardan ko'tarildi. Shunga qullar juma, jamoat, jihad vojib emas. Bu birinchi, ya'ni al-mashaqqa tajribut taysirning qatoridan chiqqan mazmunlar. Ikkinchisi al-haraj
şer'en merfu haraj ko'tariladi masalan. Buning misollari ayollarning yolg'iz guvohligini qabul qilish, erlar xabar topolmaydigan, erlar bilolmaydigan ayollarning ayb ahvollari qatorliq ishlarda. Zan, g'alabati zan degan gap ko'pincha ehtimol, ko'pincha gumon bilan kifoyalanish, jazmini shart qilmasdan, qat'iy qiblani oldini qilish, o'rinning pokizligi, suning pokizligi, qado shahodat degan ishlar masalan. Shuning qatorliq, shuning qur'onlardan mushum ulamolar muqarrashga mudabir qoida va idza daqal amr itasah qiblani topolmay qoldim. Men so'lab miyamiki deb o'qsam bo'laveradi. Ikkinchi qoida. Uchinchi qoida al-hajat tanzil manzilatal darurat fi ibahatil mahsurat. Ba'zi vaqtda hojiyatlarmi zaruratlarga o'xshash haromni halol qilalaydi. Mushning misollari baysalamdagi ruxsat qilish, bayvafodagi istisnodagi ruxsat qilish, masalan darkni to'lash, ehtiyoj bo'lib qolgan odamga foydalan qarz berishni durustlik undan boshqa aqd tasarrufotlar, undan boshqa majhul narsaga aqd tasarrufot qilish yoki yo'q narsaga. Bularning hammasi asl xatodir, lekin ishlarning ehtiyojini taqozo qilib qoldi. Ma tufaylidan, hojat tufaylidan harom ishlarni nima bo'ldi? Halol bo'ldi masalan. Demak, mushu prinsipga asosan mushu muomalat aqdlaridan nurg'unlarininki shirkatchilik turlarininki kishilar paydo bo'ladigan ularning tijorat taqozo qiladigan nurg'un turlik sodlarning hukmlari mush bu shaxslanib chiqadi. Ya'ni sahih paket tursa bo'lsa umumyuzlik tekshirish mushu aqd tasarrufotlarning birisi kishilarning ehtiyojiga aylanib qoldi. Ya'ni ularga mushturlik muomala harom bo'lib qolgan vaqtda haraj dayiq yetib qoladi. Bo'lib qolgan taqdirda haraj ko'tariladigan miqdorda muboh qilinadi. Garchi u aslida muboh, ribo yoki riboning shu so'g'alni cheklangan asli harom bo'lsa-mu, mush tufaylidan ko'tariladi masalan. Nimaga asosan desa, hojiyatlar zarurat o'xshash mahsulotlarni muboh qiladi deganga asosan. Ammo mushu hojiyatlarni zarurat o'xshash o'z miqdorida o'tiladi, qadridan oshsa bo'lmaydi. Demak, endi yuqoridagi qoida fiqhiyalar, ya'ni xulosalangan xulosalar shuni ko'ra oldikki, dinning umum ahkomlari xulosa qilib nada cho'g'laydi desa, dinning maqosid atrofida cho'g'laydi. Ya'ni darurat, hojiyat tahsinat atrofida cho'g'laydi. Bizning bugungi darsimizdan umuman ishlatib bo'lgan narsamiz shu. Shunga ashbah va nazarining avtor deydi, tirnoqning ichidagi shu avtorning o'zining so'zi yuqoridagining qatorida, ya'ni biz yuqorida so'zlayotgan mazmunlarning qatoridan birisi Buxoro ahliga qarz ko'p bo'lib ketgan vaqtida bayul vafoni to'g'ri deb fatvo berish. Misr ahligimiz shu. Bular buni bayul amana deb atadi. Va yana Qunya Bug'i degan kitobda mana deb keliglik muhtoj odam foyda bilan qarz olsa bo'ladi. Bu ikkisi kitobdagi o'sha ashbah va nazarida anigan Qunya Bug'idagi bir ikki fatvoning gibi. Bu ikki fatvo asli to'g'ri bo'lmagan, ishga berilgan fatvo. Lekin mush ikki fatvo nima uchun to'g'ri bo'lmagan ishga berilgan desa, bularning mush ikki fatvoni birishdiki, bayul vafoni to'g'ri deb yoki bo'lmasa qiyinchilik qilib qolgan ehtiyojli odam foyda bilan qarz olsa to'g'ri deb fatvo berishi shu vaqtdagi shu shaharning umumiy ahvoliga qarab turib mushxil savdo yoki mushxil muomalat ularning hojiyatlarga yoki daruriyatlarga masalan aylangan vaqtida mushu bo'yicha savdo qilmagan ularga haraj etib qoladigan holat aylangan vaqtida lekin hojiyat zaruratning o'rniga tushdi. Haromni halol qildi. Ammo o'z miqdorida degan qoidalarga asosan shuna xato savdosimi to'g'ri deb bergan fatvosi. Ham bunday fatvolarni asosan intayin ko'p. Shu ahvoldan bugungi zamonimizga mujtahidlarimiz shu asosda hukm chiqardi. Bugungi darsimiz mushada oxirlashdi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.